Okay. Assalamualaikum. Dünyanın her şeyleri kıyafetlerinde hammalarga Allah'ın salamı olsun. Bilader yaxşılaşlar. Oturan vatandaşlar tekrar başlamak geldi. Bu avaz meselesi sınavda to'g'ri yayınga chiqqan chog'da o'zgarishlar texnik xatolar mendan ketdi qo'yasizlar. Bugun dehqonlarga o'zlaringlarni qo'shgan bo'lsa dehqonlarga mablag' yasini taqdim qilishda yana yaxshi bir sonda chiqishimiz yer sharini qoplagan to'pchanglarni uzatishi olamga bir nazar inshaalloh. Qanday mazmunlarni aytganda mavlankamlarni assalomu alaykum mavlan yasin efendim hoş geldiniz. Aleyküm assalam. Qaqan davanız yaxşı turamsiz. Bu ekranni bana berganiniz çok rahmat. Köşkende şulap tekrar başlap qo'yamiz. Shu qayaqda bu oldu. Men bu Yevropani 18 kun aylanib kelganimga bir necha kun bo'ldi. Bu o'tmay qoldingiz. Bu da Denmark, Norway, Sweden, 3 davlatni mengib turib, 3 davlatni mengish jarayonida bu da coğrafiyasini ko'raylik, Kopenhagenga aeroplandan tushgandan keyin qolgan butun yo'lni Abdulga chiqmoqdik. Jami shu qarsak 1600 kilometrda yo'l mengib turib, bu 3 davlatlarning nihoyat go'zal yerlarini ko'rdik. Kuz vaqti o'g'ashqa yopirmoqlar seriq, qizil, qora, yeshil har xil yangda yo'llarda gayda yo'llar ketib qolsak, tog' ishchilari manganda yiliq yo'lni aylaq har xil yopirmoqlar yo'lni mushta besib ketib yo'lni ko'rmaysiz yopirmoqlarning chiqidi. Shunchalik go'zal vaqtda bir aylanib keldik ularni. Şu endi mushu siz manında olamga bayon deb ilonda shunda chiqibsidan bayon bek yo'g'on gap bayon degan. Shuning uchun mayli uyg'urcha, inglizchada what is universe? Olam degan nima deb kichik bolalar tushungan, hamma odam tushungan mushta temadan bugungi boshlig'ining birinchisi. Endi men mushu olam to'g'riliq so'zlashda qanday qilib bu bir murakkab masalachi, oddiy va murakkab masala. Qanday qilib mushuni haqqa tushuntirish to'g'ri kelishda qanday qilsam tushuntirma bu bir necha leksiyan deb ko'p o'ylash ketib, axiri men sayohat qilish jarayonidagi taxtikimizni ishlatdik. Biz bir yak borsak masalanga o'zliq shunda tushsaklar, odat shahar markaziga tushimiz. Chiqlar bu yerda iliq bir sayohatchilarni butun yani ko'zlab kunduz aylantirgan bir poyezd iliq avtobus bor. 2 qavat sizlar bilsizlar, uni hop off deb qo'ydi o avtobusni. Bu avtobus shaharning hamma muhim yerlar to'xtaydi. 24 soatning ichida siz qayerga tushib qilib, qanday ko'rman desangiz ma'qul bo'ldi. Shu vaqtda odatda biz tushunib qildig'imiz, birinchi kuni bep avtobusga chiqimiz, avtobusda butun yani bir aylanib yetimiz. Umum yüzlük bir körp olan diken, yani ikinci aylanışta özümüz xalıgan düğerlerini toxtab, şu yerlerini inçiklep, körügəz xan bolsun, hem yerler inçiklep körümüz. Şunun için ben bu alem doğruluk sözleşte, bugün alemni keng dairde umum yüzlük bir düşündürüp, kinkilik yerlerde Xudayım bursa inçiklep, bizden koyaş sistemdeki her bir sayaralarının, planetlarının işçileri kırıp çıkımız. Ondan diken bizden saman yolunun saman yolunu bir kurt sayahat kılıp çıkımız. Saman yolda mı halkın alemnin en çekiği bağı çıkandak oldu. Şu yollarını çünkü söhbetlerde bir sözler çıkımız. Şunun için ben aval bugün keng dair sözler minvatime
imkoniyat bor tushunmaydigan yeringlar bo'lsa bana savol qo'yib minglar men chunki men bugun keng doir so'zlaganki goyalarni sal qisqartib o'tib ketaman tushunmaydigan yeringlar bo'lsa so'ranglar chunki sohalarda xudoyim bo'lsa sizlarni shu masalan quyosh sistemidagi Saturn Venus hammalar bormiz ashalar berib bir necha kun qo'nib aşağılar qo'ylarni so'yib aşağılarda ziyofatlarni qilmoqmiz u yoqqa chiqib ketgan tijorat qilib chiqib ketgan bir muncha otishli og'aylarim bordi kasanglar yaxshi kutib olamiz dedi xudoyim bo'lsa u yoqlarga keyingi suhbatlarda inchiklab kirmizda shuning bilan men bu olamga hammamiz qiziqimiz to'g'rimi shu bilan kirish so'zimdan boshlay odat bo'yicha jo'r texi taraqqiy qilmagan o'tmishda Edebiyat o'tmishda deganimiz bizlar uchun 50-60 yil burungi vaqtni hammasi o'tmishdaymiz. Bizlar Uyg'urlar yaqinda bu keng ichib jahonni ko'ryapmiz. O'tmishda olam izchil. Olimlar yoki san'at kashfi bilan shug'ullanganlarning romantik tuyg'usini ifodalaydigan maxsus sohada qaralgan bu dunyolarda. Ne olim 1977 yılı Amerika qo'yib bergan Voyager 2 degan bo'shliq tekshirish kemasi yer shar ovozi inglizchada The Sounds of Earth deydi. Nomli plastikni shu ilib mangdi. Ilib menish jarayonida bu bir chet olamda qo'yib beryotdi jumolar, ovozni qo'yib mangdi. Bu plastinka insonlarning olamga qo'yib bergan bir signali bo'lib bizning madaniyligimizni to'g'ri aks ettiradigan ovoz va surat materiallarini kirgizilgan. Hozir qadar bu Voyager 2 degan hozir qadar yer sharidan 47 yil bo'ldi, mangani 50 yil bo'lay deb qoldi. Yer sharidan 20 milliard kilometr yiroqlikqa berib bo'ldi. Ya'ni davomli uçurlarni avtib turyapti-da. Ashtaq surat va materiallar kirgizilgan. Bu kirgizilgan surat va materiallar bir chetdan qo'yib beryapti-da, boshqa olamda bir bundaq odamlar bormi yo'qmi, shular bir insonlar, inson emas, ishqi bir hayot bormi yo'qmi, bu qasi bu ishni ip qila olamdi deb qo'yib berib ketyapti. Bu ilm fan tarixidagi cho'ng vaqa, nurg'un olam havaskorlari tarafidan insonlarning oxirgi en yuqorqi romantikligini inson en yuqorqi romantikligi deb qaralgan. İngilizceda buni ultimate romance of humanity deydi. Lekin bundaq romantiklik ayni chog'da 77-yilda kishilarning kundalik turmushidan xeyli yiroq edi. Yulduzliq osmonga nazar silib ko'p sondagi odatga kishilar, menga o'xshash kishilar olamni tasavvur qilishning birdan bir usuli edi. Masalan, men kichik vaqtimda G'uljida binom deydigan yer bor. Sizlar nurg'unlar bilmaysizlar, shu 4-oylar chiqib bug'doyni terib yetdi, 8-oy, 9-oy yig'ib akirdi. Hozir u binomlar butunlay Bingtayning qo'liga o'tib ketdi. Shu yerlarda kichikmizda bosh terigini boratdik. Kechalari yetib qolatdik. Kecha necha kun shu dalalarda vaqtlar shunday go'zal. U vaqtlarda binomda turib osmonga qarasa osmonda oliya yo'q, butunlay yulduzlar mushta ko'rinadi. Xuddi qo'limiz yulduzlamışda eqib tushayotganda qo'limizni bunda sunsak, yulduzlarni qo'limizga chiqadigandak oshtaq ko'rinadi-da shu vaqtlarda. Bizningki shu vaqtlarda yulduzlar bo'lgan ta'siriyatimiz, konishimiz shuning orqali shu tasavvur qilishdan, shu orqali tasavvur qilish birdan bir usulimiz edi. Hozir Fen texnika taraqqiyoti va uçur yo'llarining ko'p xillashishiga qaynab olamni uyg'undigan ko'p xil usullar borliqqa keldi. Men bu hozir masalan kitob o'qish, YouTube'lar qarash orqali nurg'un olamni uyg'unyapman. Olam bizning xuddi qo'limizni uzatsak chigalaydigan romantiklikqa aylandi. Hozir olam fen texnika taraqqiyotining shohidi Bulupla kalmay, ben şahidi deyişiminin meselesi bu alemni tadqiq qilish uchun fizika, ximiya, matematika, biyologiya, geometrik hamma narsani ishlatadi jumla. Hozir olam fan texnika taraqqiyotining shohidi bulupla kalmay, bizning qalbimizni qanoatlantiradigan rayon bo'lib qoldi. Misali, fantaziya filmdagi uchur kiyimlar, planetlar,
tür asbobları. Sizlar kino ko'ramsizlar, ko'rmamsizlar, uqmayman. Men kinoparast. Har yili bir oz deganda bir 20-30 kino ko'raman. San'at asarlaridagi abstrakt tasvirlashlar, ilm-fan dunyosidagi nazariyaviy tushuntirishlar. Bular hammasi mushlar misollarda mushtaq tadqiq qilgan rayon aylanadi. Lekin olam to'g'risidagi tasavvur ko'p bo'lgan bilan har bir odam qalbida o'ziga tava olamni tasavvur qila oladi. Har bir odam osmon qarasak, o'zimizning qalbiga bir xil olamga bo'lgan tushunchamiz bor. Ko'zingizni yumsangizlar, olamga tushadigan darvoza siz uchun ochiladi. Olam bo'shliqi to'g'risida nurg'unlagan gumonlanishga arziydigan joylar bor. Misoli, biz uning g'oyat zo'r ham go'zalligini bilamiz. Lekin uning qanchalik cho'ng yoki qanchalik go'zalligini jazmanlashtirolmaymiz. Misoli, olam bo'shliqi bir jimjitlik. Yer shariga chiqsang, bo'shliq jimjitlik turdi. Quyosh sistemasining 99% massasi ig'irligi deb qo'yaydi. Quyosh sistemida mushta qato unda sayyor planetlar bor. 99 massa quyosh. Qolganlar arang 1% ni egallaydi. Cho'lpon yulduzdagi bir kun yer shariga 1 yildan uzun. Shimoliy qutb yulduzining o'rni vaqtga ergishib o'zgardi. Mushlarni o'ylab beqing, siz osmon qarab beqing. Siz beshingizni ko'tarib yulduzlarga qaraganda, biz bu olamda yolg'iz damsiz. Biz mush yer shariga insonlar, mush hayot, yer shariga hayot yolg'izmi? Boshqa yerda hayotlar bormi, yo'q? Kristusni mishada qilib, endi men mazmuniga tushay. Olam, lug'at kirsanglar, bu universe'ni Uyg'urcha ya olam yoki koinot deb ikki so'z bilan ishlatdi. Shuning uchun men bu ikki so'zni almashtirib ishlatayveraman. Olam yoki koinot degan nima? Bu ham oddiy, ham intayin murakkab savol. Ham yuzaki, ham tagiga yetkini bo'lmaydigan sirliq savol. Shundaqla intayin qadimki savol. İlk Adem aleyhisselamdan bağı ilk yıldız qarab, muş Xudamiki deb biqibdi, kunga qarab, muş Xudamiki deb beribdi. Bir rivayet hikoyalar, 1001 kichina hikoyalar butunlay olam yıldızlar qarab yozilgan nurg'un hikoya cho'chaklar bor. Uyg'urlarning ichida nurg'un hikoya cho'chak she'rlar bor. İnsanlar barliqqa İbrahim aleyhisselam boshi. İnsanlar barliqqa kelgan kundan boshlab sonsizligan en akıllı, en ko'zga ko'ringan shaxsiylar bu savolni so'ragan. Olam degan nima? Lekin hech kim bu savolga aniq tushuncha beroldim deb maqtanolmaydi. Albatta, Mavlon Yasin hargiz bu to'g'ri bayon etmaydi, faqat o'ziniki tushunchasini so'zlab o'tadi. Olam yoki koinot degan nima? En oddiy javob shuki, biz oldirmaymiz da mangmisa bunga. Olam barliq mavjudlikning yig'indisi. Xiyolning qisqirdigan barliq mavjudlikning yig'indisi. Atrofimizdagi barliq mavjudlik mayli oddiy ko'z bilan ko'rgani bo'lsin yoki har xil yuqori fan texnika uskunlardan foydalanib ko'rgani bo'lsin. Yoki biz hech qanday narsa foydasini ko'rolmaydigan narsalar bo'lsin. Hammasi olamning qismi. Bir qismi ve fakatla bir qismi. Hergizmi hammasi emas. Koinot haqiqiy ma'nodagi hamma narsa. Barliq mavjudlikning yig'indisi. O yulduzlar ve yulduzlar sistemasiga o'xshash barliq moddalarni o'z ichiga oladi. Olam yana barliq radioaktiviya, bo'shliqlardagi radioaktiviya bor, energiya va barliq shakldagi energiyalarni o'z ichiga oladi. Mayli qachon yoki qayerda mavjud bo'lib, siz olamning bir qismi.
Odamlar biz o'lgandan bizning badanimizdagi atom, biz atomdan ya to'planıyor. Bir odam degan faqat atomning yig'indisi. Bizning atomlarimiz bizdan ayrilib, mush bizning quyosh sistemasidan chiqib ketib, bizning samon yo'ldan chiqib bir yoqlab ketadi. Shularmi yana mush olamning bir qismi. Siz yanala olamning bir qismi. Koinotdan boshqa hech qanday narsa yo'q. Chunki har qanday mavjud narsa avtomatik holda koinotning aniqlamasining ichiga kirdi. Biz so'zlayotgan ruh, odamning o'lganiga ruh chiqib ketadi. Gayla hisoblashicha ruhning ig'irligi 24 gram keldi deb uni hisoblab chiqqanlar bor. Masalan, jin deymiz, ashlarning hammasi olamning ichida. Gerçi olamda har xil o'xshamagan narsa mavjud bo'lsa-mu, misoli canlıqlar biz odamlar barliq qo'y qalamış barliq canlıq mikrob hammasi canlıqdır. Canlıqlar o'simliklar, bütün o'sayotgan o'simliklar mineral moddalar. Bularning ba'zilari anorganik, ba'zilari organik. Lekin mushunchalar olamning odi haqlar orasida millionga turga arbitidi, lekin olam faqat 4 xil narsa bilan tarkib topgan. Buning biri vaqt, biri bo'shliq, biri moddiy va biri energiya. Siz shu rasm 1 deganga akalangiz. Rasm 1ga. Rasm 1. Ya. Masal ma o'ng taraf machitida biri bormi? Ikki rasmni bir yag'inda chiqib tan qo'ya olamsiz. Salkın aytib, misha turib tursin. Olam mushu 4 xil narsadan boshqa nima emas. Vaqt, bo'shliq, moddiy va energiya. Lekin haqlar burun mushta debgan, lekin Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasiga asoslanganda modda va energiya o'zgaradi. Burun Albert Einsteinning bir formulasi bor. Bunda MC² degan bunda yo'g'on bir formulasi bor Albert Einsteinning. To'xtab turing. Albert Einsteinning mandaq bir formulasi bor. MC bu dunyoda insonlar tarixidagi eng mashhur formula deydi. Bu formulaning mavjudligi endi ilm fan sohasida bir formula bor. Bo'lsa, bu tanglimining ikki tarafdagi narsa bir-biriga o'zgaradi. Shuning uchun bu bir-birini o'xshash deydi. Shu Albert Einstein bu nazariya bo'yicha energiya bilan modda, ya'ni modda degan energiyaga, energiya degan moddaga o'zgaradi. Buni ko'zda tutganda olam 3 xil tarkibdan tarkib topgan. Yana vaqt, bo'shliq va energiya. Buningda moddani chiqarib o'tgan bo'ldi. Hozir olimlar deydi, bu vaqt degan narsa faqat bizning yer shari ahamiyati bor. İnsanlar o'zimizni tushunish uchun chiqargan narsa. Amaliyotda vaqt degan bir odamni aldaydigan bir yolg'on narsa, vaqt degan narsa mavjud emas. Masalan, olam chiqsa mavjud emas, bu olam deganda xuddi bir tulak taxsidak, uni oldi-keyin bo'lmaydi. Shuning uchun vaqt degan narsa yo'q deydi. Shuning uchun amaliyotda olam degan narsa bo'shliq va energiya mush ikki nimadan tarkib topgan. Mana rasm qarsanglar, rasm. Sol tarafi olam. Olamninki umumyuzlik bir rasmi. Bu ishningki har bir oq chekit ko'ringaninglar bir samon yo'li. Bu bir samon yo'lida odatda 400 milliard, 500 milliard yulduz bo'ldi. Masalan, bizning samon yo'lda tuvanda so'zlaymiz 400 milliard yulduz bor. Mush olamning har chekiti mushunda hozir kuzatilgan. Olamda bizning samon yo'lidan 2 trillion bor ekan. Biz kuzatilgan bayqalligimiz. O'ng tarafi bu olamning paydo bo'lishining jarayoni. Masalan, eng alt qarsanglar bir yo'g'on tortilgandek bir narsa bor, ishning ichida bir kichik savol belgisi turdi. Endi bu olam qanday bo'ldi deganda, eng beshida bu olam. Bu Qur'onda mushtaq deydigan jumla. Olam kichik bir bug'doydek bir narsa portlab,
Big Bang deydi, çoğun partlaş deydi. Muşta yuğunap ma resim toq ekilini karan aldırmay ma yılları. Kiçiklep, yuğallap. Ma keyin taraf qarsanlar oppak bola. Bula yıldızlar sistemisiga saman yollarga aylangan. Bizning hozirgi davrimiz kelganda. Muşundaq partlap kelgan bu alamgida. Muşundaq qilgan jarayon bu alam biz hozir mishada kim tuan so'zlaymiz. Alam yana har bir soatiga necha milliard kichiklikda kengayib ketib boradi. Biz tuanda so'zlaymiz. Hozir qadar bu alam qandoq paydo bo'lgani to'g'riliq 3 xil nazariya bor. Qandoq paydo bo'lgan alam? Bu 3 xil. Birinchisi asli mavjud. Buni paydo bo'ldi emas. Alam asli mavjud deydi. Bu bir xil nazariya. İkincisi alamni bir qudratli kuch yaratgan. Bu ikinci xillik nazariya. Üçüncüsü alam çoğun partlaştın barlıqqa kelgan. Bu üç xil nazariya o'xshash qimmatga ega. Bu üç xil nazariyatlar har birisining o'xshash o'zlarininki sababi, ilmiy tadqiqoti hammasi bor. İkincisi ve üçüncüsü bizning masalanga alam bir qudratli kuchni yaratgan va alam cho'ng partlaşdan barliq kelgan degan bu ikisi bizning Qur'onniki tushuntirishiga o'xshaydi. Kim to'xtaymiz bu to'g'riliq? Bugun biz cho'ng partlash ustida to'xtaymiz. Keyingi leksiyalarda qolgan nazariyalar ustida qisqa to'xtab o'tamiz. Hozirga qadar bizning olam tarixiga bo'lgan eng yaxshi tushunchamiz ilm-fan nuqtasini aytganda cho'ng partlash nazariyasi keladi. Nazariyasidan keladi. Biz olam ustidan so'z aytishdan burun avval olam bilan bo'shliqning farqini oydinlashtirib olaylik. Olam bilan bo'shliqni. Biz yaşayotgan bu olam g'oyat zo'r. Uni tasavvurlash uchun insonlar, masalan, biz yer sharini tasavvurlash uchun biz odam, mushuk, hayvon, tog', dengizda turlarga ayirib, endi uni tadqiq qilamiz. Shuning uchun bu olamni tasavvurlash uchun insonlar olam, uning bo'shliq, saman yo'li deganga o'xshash atalg'ularni ishlatdi. Har bir turlarga bir atalg'ularni berdi. Olam cheksiz bo'lib, sayyoralar, yulduzlar, quyruqliq yulduzlar, qora o'nkir, oq o'nkir, barliq fiziklik moddalar va energiya qatorliq hamma narsani o'z ichiga oladi. Mush ismlar insonlar birini tadqiq qilish uchun insonlar qo'yib ketib qolgan ismlar. Bunlar xudaylik Amerika davlat mashinani har xil turlarga olganda. O çoğun partlaştın bu yan toxtumay kengiyotydy. Alama çoğun partlaştın bu yan toxtumay kilowatydy. Gözü tişke bulduğan hazırgıcı bir ilim-fan sahasına kaynıp gözü təligene, gözü tişke bulduğan alam hazır 46 milyar nur yılı kilidike. Bunu astronomlar teleskop ve tekşürüş asbabı arqılı görələydi. Bazı alimlar alamni 96 milyar nur yılı kilodu deb qaraydı. Əməliyyatda alam cheksiz bo'lib, uning o'limining qanchalik cho'ngligini o'lchash mumkin emas. Rasm 2ga akab qo'ying. Rasm 2ga. Hamma uchini birga aklanib 3 rasm bog'im shunda. Kichaytib, uchchi patmidi. Üçünü, bırakla, yakma, abay toğra. Resim 2'de 3 surat bağı. Ben texmi iniq olsun deb, onu ayrım qilib tikanman. Bizlashtirib qo'ydim. Şey qilib qo'ysangiz. Bo'pti. Shu yerda mana bo'shliq bo'lsa, endi men bo'shliq bo'lsa, olamning bir qismi, Alam hamma narsa bu bo'shliq degan olamning bir qismi. Bu jismlarning o'ttirsidagi orliqni o'lchashda ishlatadi. Bu jismlarning o'ttiridagi orliq. Masalan, men mandaq ko'ray, men telefon bilan mening orliqimni bo'shliq deymiz. Masalan, Oy yer sharidan, Oy yer sharidan 384.400 kilometr yiroqlikda. Bular bu ikkisining o'ttirini biz bo'shliq deymiz.
Quyosh bilan yer sharining orlig'i 150 milyon kilometr keladi. Shunga dikkat qilish kerakki, vaqtni olamning bir qismi. Mana men rasmdan ko'rsizlar, men Quyosh bilan yer sharining orlig'i 150 milyon kilometr. Men yer shari bilan Quyosh bilan oyning orlig'i 380-500 ming kilometr keldi. Bularning orlig'ini bo'shliq deymiz. Olam hamma mush bo'shliqni, hamma jismlarni o'z ichiga oladi. Tushundinglarmi? Bo'shliqda o'sha farq qildingizmi? Bo'shliq degan jismlarning o'tirda qolgan hech nima yo'q yerlarni bo'shliq deymiz. Hani g'ay haqlar olam bilan bo'shliqni olib ishlatib. Lekin olam bu jismlarning o'tirga bo'shliq hamma o'sha jismlarni ichiga oladi. Shuning uchun bo'shliq odamning bir qismi, bu jismlarmi olamning bir qismi. Olam g'oyat zo'r bo'lg'achqa olimlar uni tadqiq qilishga bo'ladigan parchalarga bo'lib o'rganadi. Buni olamlarni qilish uchun parchalashga bo'ladi. Mana birinchi olamlar uni yulduz, qurg'un yulduz va planet deb ikkiga ayiradi. Olamni mushu yuqorgi narsalarni, jismlarni mushu ikkiga ayiradi. Birini yulduz, quruqliq yulduz. Yana biri planeta, sayyora deydi. Sayyora degan arabcha gap. Sayyora degan birimning atrofida cho'gilgan narsa sayyora. Yulduzning temperaturi, bu ikkisining nim farqi bor desanglar, yulduz va planetaning. Yulduzning temperaturi bak yuqori bo'ladi. Ular o'zi nur hosil qiladigan jism. Yo'riqlik ishlab chiqarish uchun sirtqi manbaga tayinmaydi. Yulduzning o'rnini o'zgartirish uchun nihoyat uzun vaqt ketadi. Masalan, bizning Quyosh yulduz. Sayyoralarning temperaturi bir qadar tuvan bo'ladi. Sayyoralar, inglizcha gaz uyg'urlar planeta deb oldiga, sayyoralarning temperaturi bir qadar tuvan bo'ladi. O'zining nurini hosil qila olmaydi. Masalan, Oy, Yer shar bular o'zining nuri yo'q. Hosil qila olmaydi. Orbitga sayyoralar o'zining o'qida aylanadi va o'rnini to'xtamay o'zgartiradi. Masalan, yer shar, oylarni hisob qilsanglar. Masalan, bizning Quyosh sistemida Quyosh qurg'un yulduz. Quyosh qurg'un yulduz. Uni markaz qilib aylanadigan Mercury, Venus, yer shar, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto bo'lsa planetlar. Mars bilan Jupiter o'tirishga rasm 3ga keladi. Rasm 3ga da, avval mushuni turib tursin. Mana bizning Quyosh sistem. Qolganlar, men so'zlab o'tgan, Mercury, Venus, yer shar, Mars, Saturn, Jupiterlar mana bularning atrofida bunda piqirab turdi. Odatda biz tushunish uchun qog'oz qilsak, Quyoshni o'ttir qilib qolganlar bunda chambarning atrofida takchimda bir qog'ozga yiqilgandek bular. Amaliyotda Quyosh mashina tursa, to'pitkilar hammasi bir chambarning ustida emas, birisi mandaroq mushta piqiraydi jumlar. Ma'noni ko'rsanglar bo'ladi mana. Bularning egiz pasliga xudimda chambar piqirgan bilan bir chambar bilan yan bir chambarning bunda xiliqi egizligi o'xshamaydi. O'xshamaydi. Mana bu bizningki Quyosh sistem va Quyosh sistemining atrofidagi biz avval so'zlab o'tgan sayyoralar. Mushlarning hammani birlashtirib biz Quyosh sistem deymiz. Mana o'ng tarafdagi rasmga ekranga. Mana o'ng tarafdagi. Yo'q. Solar system bayliq yan bu emas. Ya mushni ikki rasm. Yo'q, bu emas. Ikki rasm botdi buningda. Yo'q. Bu budaq. Unda uni o'chirayotgansiz. Yo'q, emas. Rasm 3ta. Men rasm 3ni aytgan, ikki rasm bor emas mashinada. Masa avval qilsa, diqqatsizlik o'xshaydi, bo'g'a o'xshaydi. Men qarab boqay. O'chirib qolgan o'xshaysizda. Uningda Quyosh sistem so'zlaydi. Quyosh sistemda shu Mars bilan Jupiterning o'rtasida bir oq balvoq bor, mushta toshlardan balvoq
kichik sayyora balvig'i deb ataydi. O zo'r miqdordagi qattiq va shakl tartibsiz kichik sayyoralarni o'z ichiga olib, mushta to'plangan. Biz ma'noda turunda amaliyot o'tirda mushunda to'plangan yuqori bir oq balvoq bor. U yerda haqli insonlar ashyaga olimlar masalan minalarni tağır sarsak eşed insanlar yaşalaydı deb his qılalaydı. Rasm 4'ga kelib qo'ying. Rasm 4'ning ikkisi bormi? Ikkisini avval misha turib tursa, mush mishada. İnsanlar masalan abaqidek yulduz va planetani qilgandan keyin bizning mushu quyoshlar yashaganda quyosh sistem deymiz biz miyada. Lekin insonlar tabiiy holda bizning quyosh sistemidan boshqa yana quyosh sistem mavjudmi degan savolni o'ttirib qo'ydi. Turg'un yulduz va uning bir turg'un yulduz bo'lsa, uning o'rni, uning orbitasida aylanadigan sayyoralar bor jismni quyosh sistem deb ataydigan bo'ldi. Hozir bizning quyosh sistemi emas. Agar bir quyosh sistemining atrofida quyosh sistemlar yana shunday bir nima, masalan bir o'zidan nur chiqara oladigan yulduzning atrofida yana bir yurish narsa piqirab yursa, ularning hammani quyosh sistem deb ataydi. Olimlarning mo'ljallashicha bizning samon yo'limizda milliardlagan quyosh sistemasi bor bo'lishi mumkin. NASA toplagan en yeni sonliq ma'lumotlarning ko'rsatishicha bizning samon yo'limizda hozirgacha bayqalgan quyosh sistemasining soni 3616 ekan. Ama o rasm eshatuvsi, mana rasm, mana ko'rsanglar, va sol tarafdagi rasmlar mush rasm. Yer shardan taxminan 130 nur yili. Ya Bak ne mana avuni ko'donlarmi yer shardan 130 nur yili keladigan buningga olimlar HA 8799 degan ismni qo'yib qo'ydi. Mushuning matli degan turg'un yulduzning atrofida bu bir turg'un yulduz. Mana buning qarsanglar qani bak ana qarsanglar bir turda atrofida 3 mushuni yo'g'anta olamsiz mani. Bak men yo'g'atmasangiz ko'rinmaydi. Bir saniye. Bayatın resimden tüyden bir resim var dediniz. Şunu tek geldim hazır. Biraz. Mana abay degan. Mana bizning quyosh sistem. Odatda ko'rinmaydi. Quyosh sistemning o'tir bir balvoqni ko'rdinglarmi? U balvoq nurg'un ushshoq sayyoralar va qattiq toshlarda mushunda mushta tug'an bir balvoq. O balvoqda hamda balvoqda bu Jupiter bilan yer sharini o'tirdi. Olimlar bu yerga bino solsak, bu yerda energiya bor. Quyosh hamiyatga energiyani akagini bo'ldi ekan, bu yerda insonlar yashag'ini bo'ladi deb mo'ljallayapti. Agar bu yerga oksigen mustaqmatlanga egizligi 100 qavat keladigan, uzunligi bir Mishadin Yevropaga keladigan mushunda oylam binolarni silvit, kichik bog'chilarni qilib bir dunyo qursa, bu yerda yashag'ini bo'ladi deb olimlar mo'ljallayapti. Endi abay rasm ekranga rasm to'tdi. Mana ko'rdinglarmi? O'ttirib bir yo'q birini turdi. Ko'rdinglarmi? Bu yer sharidan 130 nur yili yiroqlikda. Endi buningga hamma narsa bo'lganki, olimlar bir ism qo'ydi-ku. Buningga HA 88,799 deb ism qo'ygan. Buni qanday ismlarni qo'ydi desanglar, bular yer ishatiga koordinatlar qarab turib ism qo'ydi. Degan turg'un yulduzning operatsiyada aylanayotgan 3 sayyora bor. Abaqin ekranga mana. Ani ko'rdingizmi? Yo'riqning atrofida 3 sayyora bor. Ko'rdinglarmi? Buni quyosh sistemi deydi. Yana bir ekranga o'ng tarafida bir rasm bor buni. Quyosh sistemisining o'rtaq alohidaligi o'zidan billa boshqa bir qancha sayyorlarni cho'g'iltib yuradi ekanda. O'zi nur chiqara oladi. O'zi bilan billali qilib bo'lmaydi. Masalan, yer sharni aylandi. Bu ikki nur chiqarmaydi. Shuning uchun bular quyosh sistemi kirmaydi. Ma'noda qarsanglar, buni Kepler 11 deb ataydi. Bu bir nur chiqargan yulduz, buning atrofida 6 sayyoraning atrofida aylanayotganini ko'rishlar. Mana ko'rdinglarmi? Uchiqqa ko'rinishi. Bu bir quyosh sistemi deydi.
hazır kadar NASA'nınki muşunda tapkan quyosh sistemidan ben NASA torbiti kirpaqning 3916'sı var. Endi bizde saman yolda 4 milyar yulduzlar var dese, şunun içine quyosh sistemini 1 milyar çıkıdı deb mo'ljallayapti. Buni quyosh sistem degan narsaga aniqlik berib bo'lgandan keyin, endi insonlar bu quyosh sistemidami cho'ng narsa bor deb ilmiy tadqiqotni tadrijiy ilgirlaydi. Shuning bilan insonlar saman yo'li degan nima keldi. Saman yo'li degan nima desanglar, insonlar quyosh sistemiga aniqlama bergandan keyin astronom olimlari bu quyosh sistemlarini ve ularni qo'rshovga olgan sanoqsiz jismlarni saman yo'li deb ataydi. Masalan, bizning saman yo'lida quyosh sistemimiz bor, uningda 400 milyar yulduz bor. Musha rasm ishlab turib tursin, saman yo'li deb sim qo'ydi uningga insonlar. Endi nima uchun Uyg'ur Galaxy deydi, Uyg'urcha saman yo'li deb olibdi, nima uchun oldi men uqmayman. Bunlar Uyg'urcha lug'at kirib baqsam, Uyg'urcha İngilizce lug'atım shuki, Uyg'urcha lug'atım shundaqki. Qayerda yulduzlar sistemasi deb olibdi, lekin yulduzlar sistemasida saman yo'lining san farqi bor, tuvanni so'zlab o'tib ketmadi. Saman yo'li degan qartish kuchi bilan bağlangan turg'un yulduzlar, gaz ve chang to'zonlar ve barliq ushshaq-tushshaq sayyorlarning hammasi saman yo'li deydi. Bizning saman yo'limizning kengligi, rasmga kengligi bir masalanga kengligi 1 milyon trilyon kilometr keldi. Mesela trilyondan 1 milyonni qo'shsangiz bizning saman yo'luncha manda deb tushuninglar. Masalan, siz Amsterdamda, sizlar osmonda yulduz nima qo'la osmonda bulut chiq, to'g'rimi? Qarasanglar, meya osmonda g'oyat havo uchuq, lekin bulutlar bor. Meyat bir kallak bulut, ayat bir kallak bulut, ayat bir kallak bulut. Aşı bir kallak bulutni siz saman yo'li deb tushuning. Biz aşı ming'lagan kalbning ichidagi bir bulutning ichida yashaymiz. Mushu aşı bir bulut olamdiki. Biz shuning ichida yashaymiz. Bizning buning ichida yashayotgan buning kengligi 1 milyon trilyon kilometr kelgan. Masalan, birning kayniga 18 nolni qo'shasiz. Bir trilyon deganni sanash uchun 340 ming yil ketamda, aslında yani 1 milyonni sanaysizda, ashundaq keldi. NASA 1970 yil qo'yib bergan olam bo'shliq tekshirish Voyager hozir o 20 milyar kilometr mengib bo'libdi. Saman yo'lining uzunligini kesib o'tish uchun 17 milyar yil ketadi ekan. 1 milyar degani 34 ming yil sanab bo'lsa, 17 aşağıda 20 milyar yo'l mengibdi, uni qilish uchun 20 milyar kilometr. Quyosh sistemasidan saman yo'lining markaziga yetish uchun 250 milyon yilga. Rasmni ko'ringlar, rasmni. O'tir kichik bir chek turgan aşı bizning quyosh sistem. Saman yo'li shakli va quyosh sistemi. Mana mushu saman yo'lining shakli bizning mushu jumlalar buni olimlar tekshirib bunda chiqqan saman yo'lining kul ko'rinishini. Bu rasmdan quyosh yo'lining ikki cho'ng, biz kichik osmonda kechki osmonda ko'rgan barliq yulduzlar bizning saman yo'liga tabi. Bu rasmdan saman yo'lining ikki kichik qo'li borligini bilamiz. Biz yer sharda turib, albatta saman yo'lining butun ko'rinishini ko'rolmaymiz, lekin uning qo'lini ko'rolmaymiz. Mana bo'lsa şu saman yo'lining bir qo'li. Bak, yo'g'on saman yo'li ma ikki chetida bunda turdi, shu birini akab mushta ko'rsin. Burun kichik vaqtlarimizda biz bino tug'anda mushunda bir iqimda, daryoda mushta bir yulduzlarning ko'ratdik. Shu saman yo'lining bir bucaklari. Buni biz saman yo'li deymizda, endi insonlar tekshirib saman yo'liga chiqdi. Astronomlar
Ya to'xtab qoldi, saman yo'lini tekshirib, saman yo'liga bir qadar tushuncha bo'lgandan keyin astronomlar inchiklab kuzatish orqali saman yo'lining ichida yana nurg'unlagan yulduzlar sistemasi bor ekanligini bayqadi. Bu saman yo'lda 400 milliard yulduzlar bor. Buning ichida nurg'un yana qallak yulduzlar bor ekanda, bular bir-birining tortish kuchiga tayinib, manda jim bir yerda turgan. Yulduzlar sistemasi saman yo'lining ichida tortish kuchi bilan bog'langan turg'un yulduzlar, gaz, chang to'zonlar va qor moddalardan tarkib topgan bir cho'ng to'plam. Bizning saman yo'lda 50 atrofida yulduz sistemasi bor ekan. Buni olimlar rasm oltiga kelinglar. Bularning ichida eng cho'ngini Large İngilizce Large Magellanic Cloud deb ataydi. Mana bizning masalan saman yulduzlar. Bu bizning saman yo'li yulduzimiz. Biz yashayotgan bunday osmondagi bir qilliq bulut deb tushuning. Mushta milliardlagan bulut bo'lsa, biz bir yashayotgan shu bir bizning saman yo'li, mushning ichidagi har bir chekit oqlar, o'sha yulduzlar sistemasiga chang to'zon, gaz, har xil ashad bir-birining tortish kuchi bilan to'plangan mushtaq iliqi yulduzlar sistemasi. Manda esingizz, Tinch okeanni ko'z oldingiz akasiniz, Tinch okeani ichida nurg'un orollar bor. Doğru mu? Şu arallar yığılgandek muşның içinde işte nurgullar barken, onun içinde en çok yulduzlar sistemisi mayak diken son tarafını gösterine. Mana yak. Yani bir yak. Bu emas. Ya bu emas. Saman yo'ldagi yak ötüp ketdi sahabe. Onun da en çok saman yulduzlu tatlı. Mana muşu bizning saman yo'lini ichida hozir astronomlarning NASA'ning tadqiqot qilishicha 50 ta yulduzlar sistemasi bor ekan bizning saman yo'lining ichida. Buning ichidagi eng cho'ngni mana maki. Buni tartib chiqqan. Buningda qancha 1 trillionga yaqin buningda ayliq 100 milliardga yaqin yulduzlar bor ekan. Eng cho'ngi mushka bizning saman yo'li. Endi saman yo'lini tadqiq bo'lgandagi insonlar mesela xudo osmondagi bir bulutni siz tushunib bo'ldingiz. Tushunganki bu hamma bulutlarni nimdaymiz, bu bulutlarning hammasi munosabatini analiz qilishga boshlaydi. Shuning uchun insonlar uningdagi saman yo'li sistemlari degan nazariyani o'ttirib qo'ydi. Yeni teleskoplarning borliqqa kelish va ilm fanning taraqqiy qilishi bilan olimlar bizninkidek saman yo'lidan nurg'unlarning mavjudligini bayqagan. Biz birli bulut, osmondagi bir qillaqli bulut emas ekanmiz. Biz osmondagi bulutlarning ichidagi faqat bir ekanmiz deganni bildik. Bu olamda hozir kuzatilgan saman yo'lining soni 2 trillion ekan. 2 trilliondan ortiq ekan. Hozir bu. Faqat kuzatilgan, bizning saman yo'limiz mushu 2 trillion saman yo'lining faqat bir qismi. Bunun da 400 milyarddan ortiq planet ve yulduzlar var ekan. Bizning saman yo'limiz texi cho'ng saman yo'li qatoriga kirmaydi. Olamda bayqalgan eng cho'ng saman yo'lini darjidan Qashqari elitisiman saman yo'li deb ataydi. Rasm 7ga ekilinga. Mana mishat bo'lsin, mana bizning saman yo'li, mushning har birisi saman yo'li. Mushning ichidagi faqat birisi bizning. Tushunamsanlar, bulut osmondagi parcha bulutlarni ekanlar. Mushu Toshkentdagi bir parcha bulut bizning saman yo'li bo'lsa o'xshash, mushlarning ichida birisi bizning. Mushundaq saman yo'lidan 200 trillion bor ekan. Trillion degan birning kayni 12 nol keldi. Şu Adem Aleyhisselam davridan tortib son-sonlar hozir tugmam uqmayman. Mana yana bir rasmga ekilinga. Mana machitiga, o'ng tarafga ekilinga rasm. Mana bu bo'lsa, mushu olamlar hozir bayqagan bizning mushu eng cho'ng saman, mushu 2 trillion saman yo'lining ichidagi eng cho'ng saman yo'li deb
Hazır kadar muşnayı şundaqda ataydı ki. Bunu derciden İngilizce supergiant elliptical galaxy deydi. Endi bunu Uygurca derciden tashqari elliptis siman samanyolu deb tarjima qo'ydim. Bu bizning samanyollar ichida eng cho'ngi. Bu 2 trillion samanyolning ichida biz cho'ngi kirmaymiz ki. Olimlarning dastlabki mo'ljalishda bu samanyolları ve samanyolu ichidagi yulduzlar sistemasi tortish kuchi orqali bir-biriga yiqilasi bo'ladi. Mayaz bir bulutda bularda ikki shunda zo'r mos bo'lgandan keyin bular bir-biriga tortib borganda yiqilasi bo'ladi. Lekin astronom olimlarning aytishicha barliq samanyolları ve yulduz sistemasi bir-biridan davomli yiroqlashib ketib beribdi, yaqinlashmay. Olimlar bunun sebebini oshkorlanmadi. Astronomlar bu xil harakatni oshkorlanganda astronomlar bunu qandaq deb tushundirdi deysiniz, bu samanyollar bir-biriga yaqinlashmay borgansiri bir-biridan yiroqlab ketishi bu xil harakatni koinotning kengayayotganligidan derak berdi deb tushundi. Koinot har soatiga necha milliard nur yili tezlikda ketib bordi, shu kengayotdi deb turdi. Eng chong o'lchamda samanyollarning oxirgi vaqtining samanyollarning orliqi vaqtning o'tishiga ergishib uzraydi. Demak, bu biz ko'ryapmiz hozir bir necha samanyollarni 2 trillion samanyolni kuzatib oldik, to'g'rimi? Bu samanyollar bir-biriga yiroqlashib, eng oxiri biz hech qachon ko'rolmaydigan darajaga yiroqlab ketadi deydi. Demak, o'tmishda koinot hozirgidan kichik. Haqlar deydi, bu koinot hozir shunda cho'ngib ketib bordi. Mushu kengayotganligidan bilib, biz o'tmishda koinot kichik deydi. Texmi issiq va zichliqning texmi qo'yiq ekanligini biladi. Cho'ng portlash nazariyasining bir asosiy nazariyasi mushundan kelib chiqqan. Koinot mushda kengayib ketib bordi. Demak, burun bu koinot kichik bir nuqtadan kelganda cho'ng portlash nazariyasining bir tushundirishi mishadan kelib chiqadi. Undan keyin bunday kelganda olimlar tabiiy holda so'raydi. Alem qancha yosh kirdi? Bu alem deymiz. Bu zodi qancha yosh kirdi? Buni hech qancha. Qachon paydo bo'lgan qancha yosh kirdi? Olamshunoslar Albert Einsteinning umumiy nisbiylik nazariyasi bilan mushu Albert Einsteinning umumiy nisbiy nazariyasini bir kuni men so'zlay. Buni anglaydigan odam ko'p bo'lmaydi. Shunda Uyg'urlar buni bir umumiylik tushunib qo'ygan yaxshi deyman. Chunki bu hozirgi zamon taraqqiyotining asosi. Shunda bu nisbiy nazariya bo'lmasa, aqchan taraqqiyot qiladi, boshqa bir yo'l kirib ketgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun bir kun men o'sha ommabop qildi tushuntirishga men uni qancha 10 odam 15 odam olamni uqmayman, mishada bir rekord bo'lib qolsin. Albert Einsteinning umumiy nisbiylik nazariyasi bilan koinotning kengayish tarixini birlashtirib, eng qadimgi yulduzlarning yishi va koinotning kengayish sur'atini o'lchash, eng qadimgi yulduzlarning yishini hozir topa oladigan bo'ldi. Yulduzlarni. Undan keyin koinotning kengayish sur'atini o'lchay oladigan bo'ldi. Orqali olamning yishini hisoblab chiqadi. Olimlar shu orqali chiqadi. Keyingi suhbatlarda men tafsiliy tushuntirman buni. Hozirgi mo'ljallarga asoslanganda yiroqdagi darajadan tashqari yangi yulduzlar, yiroqdagi darajadagi yangi chiqqan yulduzlar va olam mikro to'lqini, orqa ko'rinishi va mo'l bo'lgan nur elementlarini orqali koinot taxminan 13 milyar 800 milyon yıl tarixga deydi. Rasm 8ga kelib qo'ying. Ama o'tketdi. Mayaqtkin. Mana bunu bo'lsa, ilaqa to'lqin, mushu koinot paydo bo'lib 380 yildan keyin olamda qolgan to'lqinlarga bu to'lqinning yishini hisoblab chiqa oladi. Shuning uchun mushuninga qarab bizni olam 13 milyar 800 milyon yil hayot ega deb mushu surat qarab olimlar bu natijani chiqardi.
Muşu bunu tatkan resim cumhurlar, bunu her xil asbablar bilen tartışıp ekege resim, bu alem yin partilap 13 milyar yıl, aram 380 bunda kalsa 380 yıl. Hiç kanç nime emeste şu vaxtdaki dokun vaxta kalsın hiç kandak yıldızlar hiç nime şekillenmegen vaqt. Şu vaxtdaki bunun arkalı alem 3 milyar yıl kildi alem mikro dolkun arka görünüşü. Aşınında bu resim insanlar hazır kadar közü terligen en kadimki alem görünüşü. Alem 13,8 milyar yaş kirdi degan nazariya muşningdan kelgan. Mayaqdagi yana bir rasmni ko'rsatma. Ilaqaba qorong'u bir o'tib ketgan. Ha, mana ma bo'lsa bugungi kundagi olamninki ko'rinishi. Bununca ilaqa ifrano, tizilro, nurlar orqali buni yig'ib, bu texnika orqali, kompyuter orqali bu rasmni keltirib chiqadi. Bugungi olamninki, endi bu yerda san'atlashtirgan insonlarga tushuntirish uchun san'atlashtirgan yerlarim bor bu rasmlarda. Bugungi olamning ko'rinishi. Aşu kichik nuqtadan, kichik bir nuqtadan, yuqorida kichik nuqtadan kengayib, bugun biz ko'rayotgan koinot borliqqa kelgan degan ko'z qarash asosiy iqlimga aylandi. Kichik portlashdi. Olimlar yana yulduz sistemadagi nur chastotasi ko'rsatish orqali olamning kengayishini o'lchaydi. Bu olam qanday kengayotdi? Buni Mesela siz bir yulduzga, bir mashin jiraqda mashin kilovatgan bo'lsa, kit bağamsa, onun kit bağalıqını qandaq görsiz. Mesela maşinin kendiki nur bağası acizlab ketib qalsa, siz maşindan jiraqlab ketib qalganda mo'ljallaysiz-ku. Şunun o'xshash bu yulduz sistemasi nur chastotasini kuzatish orqali olamning kengayishini o'lchalaydi. Mesela bugun nurduq ko'ringan bir yulduzlar samanyuli barğansır onun nuru kichiklab, nuri burun qaraganda ajizlab ketib qolgansa, u jiraqlab ketib qolganligini bildirdi. Olamning kengayishini o'lchaydi. Barliq yulduz sistemasi bizdan davomli yiroqlashyapti va o'z arami yiroqlashib ketib bordi. Barliq yulduz bir kuni hech qachon ko'rolmaymiz biz. Yulduz sistemasining orliqi qanchalik yiroq bo'lsa, ularning o'zaro yiroqlashish surati shuncha tez bo'ldi. Men ikki narsa qanchalik yiroqlashgansa bu ikkisini tortish kuchi qolmaydi. Qolmagandan keyin bu ikkisi bag'ancha yiroqlab ketadi. Shuning o'xshash narsa bu surati yiroq kelgusida yulduz sistemasi shuncha yiroqlashib, yer sharidan ularning hech nimasini ko'rolmaymiz. Bizning samanyoldan hech qanday samanyolni ko'rolmaymiz. Bizning yulduz sistemasidan hech qanday bizning yer sharidimi, bizning atrofimizda yulduzlarmi bizning samanyolning kengayishi bilan yiroqlab ketib, ularni hech nima ko'rolmaymiz-da. Masalan, yana olam degan nima? Olam degan yuqoridagi yuqorini bir oz takrorlasammi, bu olamning keng doiradan diqqat tilida tushuntirishga tirishib boqay. Endi inchiklab koinotga ziyorat qilaylik. Olam bo'shliq, hamma bo'shliq tarkibidagi barliq moddalar va energiyani o'z ichiga oldi. Mushu barliq narsani o'z ichiga oldi. Hatta vaqtning o'zini o'z ichiga oldi. Albatta, Mevla Yasin bilan fidoyini o'z ichiga oldi. Yer shari bilan oy olamning bir qismi. Başqa sayyoralar va ularning hamrohlari, quyruqliq yulduzlar, quyoshlarni aylanib yurgan sayyoralar olamning bir qismi. Hozir bayqalgan barliq samon yo'lidan tarkib topgan samon yo'li sistemasidagi barliq yulduzlar sistemasi, yuqorida men so'zlab o'tgan 2 trillion yulduzlar sistemasi, bulardagi barliq planet ve yulduzlar ve astronomlar tehi bayqalmagan ve ko'zlanmagan boshqa narsaning hammasi koinotning bir qismi. Faqatli bir qismi. Oddiy qilib aytsak, olamning sirtida hech qanday narsa mavjud emas. Yer bir ikki narsani tushunib o'tgan bo'shliqni yuqori so'zlab o'tgandim va rasm 9 ga kelmish midirlamay tursin shu rasm. Bo'shliq bilan yuqori so'zlab o'tgandim, yana qisqa tushuntirib o'qiyay. Bo'shliq bilan olamning farqiga diqqat qilish kerak. Chunki bu ikki atalg'ini odamlar doim almashtirib ishlatadi.
Alem barlık asman cisimleri, maddeler, enerjiye, samanyolu, quyosh sistemasidan tortib mavjudlikdagi barliq narsalarni ko'rsatadi. Bo'shliq bu narsaning orasidagi quruq bo'shliqni ko'rsatadi. Mana rasmni ko'rdinglar men turdi. Rasmdagi bilyard ishlarni ko'z oldinglarga akilingiz. Alem barliq to'plarni ichiga olgan ishlarning hammasi alem. Boşluk olsa bu toplarının arasındaki orunlar. Ama toplarının arasındaki orunlarını biz boşluk deyimiz. Şunun için bu alem, bu toplar ve üstlerinin hepsi bizim alem de ötümüz. Bak 10 tarafı gelkeline, 10 tarafta bir mühim resim varmış neydi? Mani görünler. 10 taraf. Bu olsa astronomlar Rutis deb atgan alemdagi g'oyat zo'r bo'shliq ekan. Bu bir bo'shliq ekan. Agar bu bo'shliq hech nima yo'q degan. Agar siz bu bo'shliqni kezib o'tsangiz 753 million ichida hech qanday narsaga uchirmaysiz. Bizni hozir qo'yayotgan hem nima sunniy hamrohimiz bo'shliqning ichini o'tman deydigan ish bo'lsa 753 million ichida hech qanday narsaga uchirmaydi. Hozir qadar buni insonlar, olimlar ko'rgan eng chong bo'shliq deydi buni. Hech nima yo'q bunlar. Bu olam degan mushu bo'shliq va atrofidagi barliq yulduz va yulduz sistemlarining hammasini olam deymiz. Olimlar bu hech narsa yo'q degan bo'shliqda ba'zi tipdagi energiyalar o'zib o'talaydiganligini bayqagan. Bu bo'shliq jimjit bo'lgan bilan buning ichida nurg'un energiyalar o'talaydi ekan. Buni qo'yib bu energiya chizmaganda buning ichidan o'tib o'tkalaydi ekan. Masalan, energiyalar, olam nurlar, magnit maydoni. Magnit, bunda bir magnit maydoni degan bir magnit qo'ysa, o'sha magnit tortadigan rayonni magnit maydoni deydi. Radio to'lqini, qorong'u modda, quyosh shamoli, quyoshdan chiqqan shamolni buni o'ttirib o'tib ketalaydi. Chang to'zon, radioaksiyalar, bular bu bo'shliqning ichidan o'talaydi. Bu yoqdan bu yoqqa o'tib ketalaydi. Buning bu bo'shliqning ichiga hech qanday yulduz kirib qolmaydi. Shunda cho'ng bo'shliq ekanda hozir qadar insonlar totgan eng cho'ng bo'shliq bu. Astronomiya xabarlarni anglaganda yoki ilmiy fantaziyalik kinolarni ko'rganda yana qashqi bo'shliq degan atalg'uni anglab qolsa. Buni qisqa tushuncha berib rasm 10 ga qilingan. Mana bu shart olsun. Qashqi bo'shliq degan gapni yomon to'g'ri adal havo rayini so'zlaganda bu doim ishlatilsa buni tushuncha bo'lib qolsin. Qashqi bo'shliqmi bir o'rtaq atalg'u bo'lib qoldi. Yer shar bizning yer sharda atmosfera bor. Tirpidagi mavjud bo'lgan rayonni tasvirlaydi. O'sha rayonni bir qashqi bo'shliq deymiz. U yer shar o'rab turgan keng olam bo'shlig'i. Yer sharning atmosferani mushta bo'shliq. Uni o yer shar bo'lsa, buni biz atmosfera bu atmosfera bizni saqlab turyotidi. Bu yerga nurning hammasi kirolmaydi. Miqdor bizga foydali miqdordagi nur kirdi, qog'onlar ashad qoldi, shuning uchun biz yashaymiz. Shuni biz atmosfera deymiz. Odatda bunday boshqacha aytganda tashqi bo'shliqning bir qismi bir qismi hamda asosiy qismi bizning yer shar va uning atmosferasi kichikda. Odatda tilda masalan dengiz bo'yidan tashqi bo'shliq odatdagi bizning tilimizda esa dengiz bo'yidan 100 kilometr egizlikdan boshlagan oyoqni tashqi bo'shliq deymiz. Buni ichki bo'shliq deb qo'ydi. Ma rasmni qo'ysangiz, mana rasm yer shar atmosferasi o'z ichiga olgan barliq koinot, barliq olim nimalar. Mana koinotlar rasmlarni qarasanglar, buni uchun olam mavjud. Mana bizning quyosh yer shariga hammani yulduzlar sistemasi, yulduzlar 10 tarafdan qarasak va bu bir xil yulduz sistemasi. O'tbirki moyoqdan qarasak bir nur turdi, bir xil yana nurg'unligan quyosh sistemlari ichiga olgan yana bir yulduzlar sistemasi. Moyoq yuqori bir yulduz sistemasining qo'llari. Moyoq bizningki samon yo'li, endi bizning yer sharidan chiqib ketib qolgan sirt mushlarning hammasi olamga kirdi. Uni tuarak yerga tushirmay, aslida tuan tushasiniz. Sal tuan tushasiniz, bu rasmni.
Mana tashqi bo'shliq. Mana tashqi bo'shliq ma so'ng tarafdan sizlar o'ng tarafdan mana so'ng taraf ko'rindi. Ma qarsanglar mushu bizning yer sharidan chiqib ketgandan keyin ko'rinadigan osmon milqqa chiqib ketadigan bo'shliqda mana bizning insonlar mana bo'shliqdan o'tib koinotni tadqiq qilayotgan insonlar. Mana bo'shliqning sirtidagi quyosh ve yıldızlar ve boşluklarını yer şar atmosferinin sırtındaki alem. Bu yer şar atmosferinin sırtındaki alem. Biz yaşavatkan yer şar kança yaş kırdı. Bizim planetimiz yer şar boşluktaki boşluqtanlık bulupla kalmay yana vakit cihetdeki bostanlık. Bu nim degan gap? Yer şarını biz məngülük deb his qilishimiz ve o'ylashimiz mumkin. Ama yer şar bütün kainat, alem, ömürge bir vaqtliq narsa. Kainat başlanğandan bu yanqı tushdan 2,5 qismi vaqtida yer şar mavjud bo'lmagan. Yer şardan mavjud bo'lganiga 4,5 milyard yil bo'ldi. Koinotniki hozirgacha 14 milyard yil tanda çünkü altınki 3'te 2 qism vaqtida yer şar mavjud bo'lmagan. Shundaqla o hozirgi holatda mangu davomlashmaydi. Astronom olimlarning aytishicha, necha milyard yildan keyin Quyosh kengayib va Quyosh sistemi kengayib Mercury bilan Venusni yutib yetadi ekan. Ve yer şarının osmonni to'ldirgan. Vaqti mushta osmon qarasak Quyoshdan boshqa nima ko'rinmayganda albatta vaqt kuyib o'lib ketamiz. Quyosh hatto yer şarının o'zini yutayotgandek darajada kengayishi mumkin. İnsanlarning olamga bo'lgan tushunchasi endi boshlandi. Endi taqib boshlanyapti. Gerçi olamning rasm 11 ga kelib qo'ying, rasm 11 ga. Rasm 11 ga. Etib qoldimi nima? Rasm 11. Mana buncha turib tursin. Gerçi alemning yiroq kelgusi to'g'riliq mo'ljarlash tas bo'ldi. Bu olam kelgusi qandoq bo'ldi? Buni mo'ljarlanmaymizda bu kengayib ketib qolgan. Lekin yiroq o'tmishni mo'ljarlash sal oson. Masalan, olamning yishini dastlabki portlashlikdagi to'lqinlarni bilan topoladi o'tmishni. Yer shar va kichik sayyoralardagi izotoplarning radioaktivlik chirishini tadqiq qilish orqali olimlar yer shar ve Quyosh sistemining taxminan 4,6 milyard yil o'tganligini hisoblab chiqdi. Men deylik izotoplardayda o'xi bir xil radioaktiv bir masalan birimlar chiqsa buning yishi bununla 4,000 yıl bo'libdi, 5,000 yıl bo'libdi deymiz-ku. Chunki uningki izotopga chirikligi qarab turib, haqlashini yishini hisoblab chiqadi jimolar. Ashta narsa hozir tushuntirdinglar. Masalan, ma'u Quyosh sistemi deb olimlar yer shar va Quyosh sistemining taxminan 4,6 milyard yil ekanligi ilgari shakllangan deb qaraydi. Masalan, ma'u yer shar mani. Sal kichikroq to'liq ko'rsataman yer sharni. To'liq ko'rsataman, hozir bir qism bo'lib qoldi. Boshqa do'stim. Mana bu 35,000 kilometr yiroqlikdan tatgan yer shar. Buni sun'iy hamrohlardan tatgan bizning yer shar, bizning makonimiz. Bu dunyodagi butun shu yaxshilik, yomonlik, xoinlik, xiyonatchi, o'g'ri, lukcha, buzg'un hammasi mush kichikina shu bir tiniq bir daryoning bir tomchisi bo'lgan mushad bo'lyapti. Bütün dünyadaki qirg'inchilik, yaxshi odam, yomon odam, bütün ish kitob mushad bo'lyapti jumla. Mana so'ng tarafdagi Quyosh sistemasiga yonma-yoqli bir rasm bor. Mush mazmunda bir oyat var, kafirlik ve kuffarlik eğer Allah'ın nazarında bir paşının kançılık bir dersine erziseydi Elbette. İşte su vermeydi dedi. Eğer şu ayetin yani bir tarafından yani bir yüzünü okusak mı? Eğer Müslümanlığımız, müminlikimiz paşının kançılık dersine kıymet olduğun olsa Allah'ın nazarında
Qarama, biz aşöyle Bu aşı narsalarni kengaytib ketdi-de. Qur'ondimi masalanga men ay tafsir o'qiyman, o'zim diniy tadqiqotchiman. Qur'ondimi, hatto Injildimi masalanga arshi deb qo'yamiz. U yoqdagi yer sharidagi 1000 yil, u yoqdagi bir kunga tavoki. Unda deganimiz masalan siz 100 yosh kirdim deganisizmi, yer sharida u yoqqa nisbatan faqat 2,5 soat yashaysiz. Manda bir dam yer shar. Kelib birdan damilib bir suv ichib u yoqqa ketadigan. Shunchalik qilishdi. Ma quyosh sistemida, mana quyosh sistemini men qayta ko'rsatyapman. Quyosh sistemi bunda chambarda hammasi o'xshash manda fikrmaychilar, bularni egilpasligi bir quyosh sistemi manda bir chambar fikrsa, bir sterak bir manda fikraydi. Quyosh mavi shuni ko'rsatdi, ma o'ttirgilik balvoq, endi bizning quyosh sistemining sirtida yana bir cho'ng balvoq bor. Bu balvoqmi intayin muhim. Bu balvoq bizning saman yo'lida mush quyosh sistemiga itilib kelayotgan nurg'un tosh yulduzlarni to'sab oladi. Mushlarning hammini ko'rib chiqsangiz, buni bir qudratli kuchdi. Bularni mushlarning o'rni masalan quyosh sistemi bir kichiknam oldiga mangsa biz kuyib o'lib ketamiz. Kichiknam keyniga mangsa biz qo'nglab o'lib ketamiz. Mush yulduzlarni bir sistemisi salli mushta bo'lib qolsa biz yo'qaymiz. Bularni qarab, bu bir intayin qudratli kuchninki yaratganligiga ixro qilmay amalimiz yo'q buning. Masalan, biya keldik, biz tabiiy holda bizda olam nimidan tuzilgan yoki nimidan yasalgan degan savol paydo bo'ladi. Olamni o'rganishga osonlik yaratish va amaliy qo'llanish uchun astronom olimlar moddalarning xususiyatlariga asosan ularni turlarga ayirdi va turlarga o'xshamagan atalg'u berdi. Xuddi biz yer sharida masalan hayvonlar qo'li deymiz, biliq deymiz, qushqin deymiz, deganda bularni berdi. Misoli biz saman yo'li, yulduzlar sistemasi, yulduzlar to'plami, sayyoralar, patak planetlar, lükçek sayyoralar, ay, üzük, halqa, quyruqliq yulduz, meteorit, inut, ularning hammasi bir-biriga o'xshamaydigan, ammo o'xshash tabiiy qonunlarga bo'ysunadigan alaydiliklarni namoyon qiladigan moddalar. İnsanlar shunda hammasiga mushta ism qo'yib, mushlarni taqilib, bularni hech qachon buni yaratqurimiz, mana yulduz sistem, mana quyosh sistem deb unda bir ism qo'yib, bizni ya Qur'onda ya Injilda unda qo'ygan ya yo'q. Buni biz insonlar tadqiqot qilish uchun yaratgan ismlar. Olimlar bu moddalar to'plamlarini ratlab hisoblashga boshladi. Dastlabki hisoblash natijada erishgan sonlar nihoyatda cho'ng. Biz yashayotgan saman yo'li hem deganda 400 milyar yulduzni o'z ichiga oladi ekan. Uning diametri 100 ming nur yili keladi ekan. 100 ming nur yili degan qarang, 10 ning keyniga 17 nolni qo'shtirishmi? 12 nolni qo'shsa trillion, yana necha million tomondaq keladi ekan bizning saman yo'lini. Kuzatishga bo'ladigan koinot ya olamda kam deganda 2 trillion saman yo'li bor ekan. Ve yulduzlarning soni kam deganda 20 ning keyniga 21 nolni qo'shtirdi. Hozirgi mushu biz kuzatilgan olamdagi 2 trillion saman yo'li, o saman yo'llarning ichidagi hamma yulduzlarni yig'sangiz, uning sonini mundaq degaydigan bir yo'q, 20 ning keyniga 21 nolni qo'yish to'g'ri keldi. Koinot biz ko'rolmaydigan yoki bevosita kuzatilmaydigan moddiy va energiyani o'z ichiga oladi. Yuqorida so'zlab o'tgan saman yo'li, yulduzlar sistemasi, yulduzlar to'plamisi, sayyoralar, patak planetlar, lükçek sayyoralar, ay, üzük, halqa, quyruqliq yulduz, meteorit, inut qatorliq narsaning hammasi olamning moddalarining 5%ga yetmaydi. Mush kuyga aşıp bütün nesle bir kuzatilgan olamning 5%ga bormaydi. Qolgan 95%ning 27%ni qorong'u modda, 68%ni qorong'u energiya.
Bu ikki xil moddani kishilar texi tushunmaydi. Buni tadqiq qil. Agar qorong'u modda va qorong'u energiya bo'lmasa, olam yoki koinot mavjud bo'lmaydi. Bu ikki moddaga qorong'u deb ot qo'yishning sababi olimlar texi ularni bevosita kuzatolmaydi, ko'rolmaydi. Rasm 12ga keling. Mana bu mushiningdan qorong'u o'nkirninki baliqni olimlar mo'lcharlaydi. Rasmni qarasanglar, o mush nurning ichida kichik bir yeshilg'iga bir bundaq oymin shakal bir nimadan ko'tinglar, bundaq bir sijoq turdi oy. O'qda ko'radingizmi? Masalan, bundaq kichik bir sal yeshildak, bundaq bir nurning ichida bir sijoq bor. Mana. Ko'tingda mana yaradim bor, bundaq kichik yatak, mana nurning sal teparoq chiqqan. Teparoq chiqqan. Mana men bir bundaq kichik, ko'rdingizmi? Mana ko'rdingizmi? Mushuni qorong'u energiyaning sababidan keyindi bor. Mush biz ko'rolmagan samon yo'li qorong'u energiyalarning kuchidan mushaq chiqqan narsa deb buni hisoblab chiqadi. Mushning orqali qorong'u energiyaning borligini olimlar bizga tushundirdi. Qadar ingani hozir qadar qorong'u energiya mavjudligini mushlar orqali biladi. Qorong'u energiyaning aqchan uni tek hozir tushunib bo'lamidi agar u asosiy bu nima bu koinotning 95%ni qorong'u energiya va qonarg'i moddalar egallaydi ekan. Vaqtning o'tishiga ergishib insonlarning olamga bo'lgan ko'z qarashi davomli o'zgarib kelyotdi. İnsanlarning koinotning nimaligiga, uning qanday harakatlanadiganligiga va uning qanchalik bepoyon ekanligiga bo'lgan tushunchasi asrlar bo'yi o'zgarib kelyotdi. Bizning yiroq ajdodlarimiz afsonalarga tayanib hamma narsaning kelib chiqishini tushundirdigan. Masalan, men birga hikoyalarni anglatsangiz, hamma uni tushundirdigan. Bu rivoyatlarni ajdodlarimiz o'zi ijod qilg'achqa, ular reallikning moyiti emas. Balki insonlarning andishasini, umidini, orzusini yoki qo'rqinchilarini aks ettirdi. Bu insonlar shular qarab turib, shu hikoyalarda bu koinotlarga ming yangi tushuncha bergan burungi hikoyalar. Bir qancha asr ilgari insonlar matematika, yiziqchilik va yangi tadqiqot prinsipi orqali bilim izlashga boshladi. Vaqtning o'tishiga ergishib bu prinsiplar va ilm-fan qurollarini mukammallashtirib, oxirida olamning mohiyatiga munosabatlik yip uchi oshkorlandi. Hozir oshkorlanyapti. Shuningdan keyin bizning koinotga bo'lgan tunishimiz uzluksiz olg'a ilgirladi. Taxminan bir asr ilgari astronomlar tunja qitim bizning samon yo'lining sirtidagi samon yo'lini kuzatib chiqdi. Bir asrga 100 yil bo'ldi. İnsanlar boshqa dunyoga olam kemasi qo'yib bergini tekin yerim asr bo'ldi. Yaqinqi yillarda olam tekshirish asbobi Quyosh sistemining sirtiga safar qilib, 4 chung tashqi planet va ularning sanoqsiz hamrohlarining yaqin orliqidagi suratini olib chiqdi. Birinchi qatam yer shariga yetkazdi. Saylar qilish mashinasi kunja qatam Mars yuzida mangdi. İnsanlar mangulik odamlik yer shar orbitasini olam punktiga qurdi. Rasm 13 ekrana. Yo'q. Bu sabaq o'xshash narsa bu. Mana eng chetidagi qarshilar bizningki bo'shliq tekshirish apparatlarimiz. Hozir bo'shliqqa qo'yib yetib bordi. Men abay dedim, Viagra 2 degan u hozir yer sharidan 20 milliard kilometr yiroqda. Mana men abay so'zlab o'tgan yer shar orbit olam punkti. Bu punkt asha turuqliqlar bu yerga chiqish qiladi. Keyin hozir odamlar mushu bo'shliqqa yo'g'on bir mehmonxona silishni o'ylayotdi.
Aş boşlukta bir mehmanxonada aşağı turdu. Onki insanlar aşağı çıkıp mehmanxonada 10-15 gün turib boşluqni ko'rib keldi. Bu menimcha bu uzun o'tmay bu amal aşıda bu hozir reallik o'tdi. Ma o'ttirsa Marsga sayla qilish mashinasi bizningki Yarshar Marsga qo'yib bergan mashina bu necha qitin chiqdi-ku Marsga chiqib u yerda xeyli uzun minib u yerdagi rasmlarni tortib Yarsharlar avatdi. Rasm 14 ga keling, rasm 14 ga. Birinchi rasm 14 ga. Ya. Bo'ldi. Bu chim to'g'ri. Midirlimsan. Birinchi cho'ng olam teleskopi ilgirkiga qaraganda odamni hayron qoldirgan texmo yiroq bo'shliqning ko'rinishlarini yetkazdi. 20-asrning boshlarida astronomlar necha minglagan sayyoralarning boshqa turg'un yulduzlarni ko'rlab turganligini bayqadi. Tortish kuchi to'lqinini tunja qitim bayqidi va tunja qorong'i o'nkirning suratini hosil qildi. Men rasm ko'rganingiz mana qorong'i o'nkir deymiz. O'sha tunja tortib kelgan rasmi. Qorong'i o'nkir degan boshqa bu olamning bir pochisi. Bu yiniq kelgan har qanday narsa suratlar kirib ketadi. Hatto norma qechib chiqib ketmaydi buning ichida. Norma qechib chiqib ketmagachga qop qorong'i ko'rindi, shunga qorong'i o'nkir deydi. Yaqinda qilishcha bu nur uningki oq o'nkir deydigan bir narsa bor. U oq o'rniga hammani sumramas, uningda birimiz chiqib ketadi, hech nima kirolmaydi. Oq o'nkir, qorong'i o'nkir degan bu ikki narsa hozir nihoyat qiziqarli bo'ldi. Mana bu qorong'i o'nkirning tunji qorong'i o'nkir surati. Mayaka aklama ma rasmning so'ng tarafida. Bu ikki o'nkirninki qorong'i o'nkir bir narsa to'shmaydi, ha? Oq o'nkirdan bir narsa chiqib tugamaydi degan shaklda chiqib tugamaydi, chiqib ketadi, hech nima kirolmaydi uningga. Va qorong'ida hech nima chiqolmaydi. Ma yeydi, ochiqirdi. Mana bu olam teleskopi. Mushu teleskoplar necha milliard nur yiroqdagi nur yillarini shoxdagi chastotlar nur hamma nimalarni tatib ko'ralaydi. Amerikaning eng cho'ng mushta ko'rdigan yer Havoyida. Havoyi o'ttirib yursa, ashak basanglar, yez tog'ning tepida shu ko'ralaysizlar, lekin meya kasanglar, bizniki meyada Griffith Center degan yer bor, u yerga chiqsanglar, amanda kichik bir teleskoplar bor, ancha-muncha ko'rsatalaysizlar uni. Olam 14 milliard yillik tarixga ega. Quyosh sistemi 4 milliard 600 million yillik tarixga ega. Yer sharidagi hayotning mavjud bo'lganiga balkim 3 milliard 800 million yil bo'ldi. Hayotlik deyapman. Bir odam hayotlikka mikrobmi hayotlik kirdi bunlar. Ajdodlarimizning mavjud bo'lganiga taxminan 6 million yil bo'lgan bo'lsa-mu, insonlarning zamonaviy shakli, hozir shakli faqat 200 ming yil ilgari taraqqiy qilgan. Biz biladigan madaniyat faqat taxminan 6 ming yillik tarixga ega. Sanoatlashish faqat 1880 yili boshlangan. Bu o'lcham bo'yicha olamda yuz bergan ishlar hammasi digidek insonlar mavjud bo'lishdan ilgari yuz berib bo'lgan. To'g'ri, biz insonlar orang bir 200 milliard 200 ming yil. Ekonomikada olam 10 milliard. Shuning uchun bu quyosh sistemlarining shakllanishi, portlanishi hammasi biz insonlar kelishdan burun shakllanib bo'lgan. Shuning uchun bizning albatta nurg'un savollarimiz bor. Olam ma'nisidan va tarixidan ilib qaraganda insonlar amdila bu yerga yetib keldi. Biz bir yerga kelganda bir yangi tug'ilgan, bu olamda yangi tug'ilgan bir canlı. Endi biz rasm 15 ga keling. Mush rasm jigonlar. Endi biz yer sharining bu olamdagi adresini ko'rib baqaylik. Bu rasmda qarsalarimda bir jismda oq sudaq bor.
Onu GPS dep kösеңләп булды, бу сызыкта асызакка бага адресini көстүдү. Onundan keyin bunun da bir kızıl sıcaklı bağı kösle. O asla bir çekit, kızıl çekit. Ben meğer görünmeydi, onu kengaydı, bunda kızıl sıcak koydum. Şunda onu bir çekit dep düşünüyorlar. Bu resimden bir sol taraftaki biz yaşavatkan yer şar. Onun işi tahminen 4 milyar 500 milyon 4 milyar 542 milyon yıl oldu. Diametri 12.756 kilometre. Üz okuda saatiga 1607 kilometre istiklikte pikraydı. Qo'yashni soatiga 107.000 kilometr istiklikda aylandı. Hozir ikimiz manda turganda manda emasmi, soatimizga mandaqsiga 1607 kilometr istiklik ketib boramiz. Uningdagi quyosh anab mandaqsiga soatiga 107.000 kilometr istiklikda minib ketib boramiz deb o'tlaganda. İşte o'ttirishga rasm, işte o'ttirsa ekranga. İşte o'ttirsa. Ana o'ttirsa. İşte o'ttirga rasm bo'lsa, quyosh sistemi, bizning quyosh sistemi. Onun işi tahminen 4 milyar 545 milyar yıl. Onun diametri 288 milyar kilometre. Saatiga 720.000 kilometre istiklikda harakat qiladi bizning quyosh sistemi. Uningdagi qizil siysak amaliyotda chekitda tushunib bo'lsa, yer sharining bu quyosh sistemidagi o'rni. Yer shari bilan quyoshning orlig'i 150 million kilometr. Hozir endi manda tushuninglar, 3 qitim harakatlanayotimiz, quyosh mandaqliq piqirayotimiz. Endi quyosh bir yer shari quyosh sistemini 100.000 kilometr uchun mandaqliq piqirayotdi. Endi bu quyosh sistemi o'zi qor o'nkirda qo'ydi. U 722 kilometr. Ikimiz jimjit o'tlagan bilan hozir shunchalar vahshiy kichiklikning ichiga ketib boramiz. İşte o'ng tarafdagi ekranga, üstü o'ng taraf. Sol mushu. Üstü o'ng ya solar üstüne o'ng tarafı, o'ng taraf to'g'ri. Üstü o'ng tarafdagi rasm bo'lsa, bizning quyosh sistemining yaqin qo'shni rayonlari. Bu da sizning uyingizda bir muncha qo'shnilar bo'ladi-ku. Shu bizning quyosh sistemining shunda o'zining nurg'un bir muncha qo'shnilari bor. Bu rayonni İngilizce solar interstellar neighborhood deydi. Yani Uygurca quyosh yulduzlar ara qo'shnisi deb ataydı ve onun da hazır kadar iniq bayqalgan yulduzlarning soni taxminan 120 ekan. Radiosi taxminan 25 nur yili keldi ekan. Uningdagi 1 soat yer sharidagi 7 yilga teng ekan. Uningdagi kichik qizil siyjaq bo'lsa, yuqorida so'zlab o'tgan quyosh sistemining bu rayondagi o'rni. Bizning yiliq shunda yo'g'on degan quyosh sistemimiz bu qo'shni rayonda faqat bir kichik qizil chekit. Nur yili degan ishtilikmi? Nur yili degan sekundiga 300 kilometr mangdi, 1 yilga 9,5 trillion kilometr mangdi nur yili degan ishtilik. Bu rasmning o'ttira sol tarafiga ekran. Hoşuma, o'ttira sol tarafi hamisha middle tursin. Bu rasmning o'ttira sol tarafi bo'lsa, biz yashayotgan Samanyolu sistemisi. Bu sistemda taxminan 100 milyar yulduz bor bo'lib, uning diametri 105.700 nur yili ekan. Uningdagi bir kun yer sharidagi 633 kunga teng ekan. Soatga gün 1 milyon kilometre mangdi ekan. Uningdagi kichik qizil siyjaq bo'lsa, yuqorida so'zlab o'tgan biz oyliqda 120.000 yulduz bayra quyosh qo'shnilar sistemisi buningda kichik bir chekit bo'lib ko'rindi. Hozir meğer biz 4 ishtiklikda bo'ldik, yer shari ishtikligi, o'zining piqirishi, quyoshning aylanishi 100.000. Uningdagi quyosh sistemining aylanishi, uningdan keyin ma'ning ishtikligi, mavi samanyolumu soatiga 2,1 milyon kilometr ishtiklikda tengib mangdi ekan. Rasmning o'ttiriga
rasmning o'ttira qo'rining o'ttiridagi bo'lsa, bizning samon yo'lini ichiga olgan samon yo'li to'plami. Xudo osmonda bizning bir yulduz bo'lsa, uni atrofi bir muncha nima bir qallak bulut bo'lsa, uni atrofi bir muncha bulutlar bo'ldi-ku. Bularni bir to'plam qilib, bir to'plamini uni men yerlik yulduzlar guruhi deb ataydi. Uning diametri 10 milyon nur yili keladigan va uningda 54 samon yo'li bor ekan. Bizning samon yo'lida buni 54 samon yo'li. Bizning 4 milliard yulduz bor samon yo'limizni uningda bir kichik bir chekit ko'rindi. Kichik bir qizil bizning samon yo'lini ashning ichidagi o'rni shunchalik ko'rinadi. Uningda 1,5 milliard yulduz bor ekan. Rasmning o'ttira qo'rining o'ng tarafidagini bo'lsa, o'ng tarafidagini o'ng tarafidagini akab qo'ying. O'ng rasmning o'ng tarafidagi o'ttira qo'rining o'ng tarafi uni Virgo supercluster yana Vigoro darajadan tashqari to'plami deb ataydi. İnsanlar tadqiq qilish uchun to'plamni to'p necha xuddi odamlarni yer sharini bo'lib qanda tadqiq qildi. Uni darajadan tashqari to'plami deb ataydi. Vigor degan inglizchada self-sufficient degan ma'noni bildirib, yana noyati cho'ng va o'z-o'ziga yetarlik degan ma'noni bildirdi. Buning diametri 110 milyon nur yili keldi ekan. Bu to'plamda taxminan 150 cho'ng samon yo'li kam deganda uningdan boshqa 100 ming qo'nilgan patak samon yo'li bor ekan. Bunda aytsanglar, uningda 1150 samon yo'li bor ekan. Taxminan uningda 200 trillion yulduz bor ekan. Yuqorida so'zlagan 1,5 trillion yulduz bor yerlik yulduzlar guruhi buningda kichik bir qizil siyjaq amaliyotda bir chekit. Rasmning tuvan o'ng tuvan sol tarafidagi rasmning tuvaniga sol tarafga asha turda asha to'xtab qo'ying. Tuvan sol tarafi İngilizce local supercluster deydi. Yerlik darajadan tashqari to'plam deb ataydi. U 10 milyondan ortiq yulduzda yuqorida so'zlab o'tgan, uningda 10 milyondan ortiq yuqorida so'zlab o'tgan Vigoro darajadan tashqari to'plami tarkib topgan ekan. Vigoro darajadan tashqari yulduzlar sistemi to'plami uningda bir kichik bir ekan. Rasmning tuvan o'ttirki bo'lsa, bu bo'lsa ko'zatgini bo'ldigan rasmning o'ttiri bo'lsa, kichik qizaq bo'lsa, ko'zatgini bo'ladigan olam deb ataydi. Uningda 1 milliard trillion yulduz, yana trilliondan 1 milliardi bor ekan. Ko'zataligan. Yuqorida so'zlab o'tgan 10 milyondan ortiq Vigoro darajadan tashqari to'plamidan tarkib topgan yerlik darajadan tashqari to'plami bu ko'zatgini bo'ldigan olamda bir kichik yulduz ekan. Rasm 16 ga ekiling. Rasm 16 ga. Mushlardan bizningki qanchalik kichik yo'qligimizni yer shar yo'qib ketsa, kinish o'qiganda bir tomchi suv yo'qolganda hech nimaga ta'sir qilmaydi. 16 ga rasm 16 ga ekiling. Mishan nedirilmay tursin. Rasmda machitiga kirib chiqib avval machitini. Aruz tükenmez. Mana. Bu rasmni ko'rsangiz, o'ng tarafdagi qizil chambarning ichi bo'lsa, men haqlarda bizning koinotni tushuntiryapti-da. Chambarning ichi bo'lsa, hozirga qadar astronomlar kuzatilgan olam. Kichik chambarning ichi. Uning diametri 14,5 milliard nur yili keldi ekan. Seriq chambarning ichi bo'lsa, astronomlar kuzatish imkoniyati bor degan olam. Uni kuzatalaymiz keyin deydi. Uning diametri 96 milliard nur yili keldi ekan. Astronomlarning aytishicha, koinotning cho'ngligi hozir kuzatishga
buladigan kainatdan 150 hassa cho'ng yoki diametri kam deganda 7 trillion nur yili bo'lishi mumkin deydi. Amaliyotda uningdan cho'ng. Rasmning so'l tarafi mayoq ekan, yana bir rasm. Mayoqqa. Mana. Rasmning so'ng tarafi bo'lsa, butun olam. Uning o'rtasiga kichik qizil cheket. Men yer sizaq qilib qo'ydim. Ichiga cheket, kichik bir cheket turdi qizil. Qizil cheket bo'lsa, ko'zatishga imkoniyati bor olamning butun olamdagi tarafi. Yuqorida 96 milliard diametr nur yili keldi deganning o'rni ma olamga nisbatan. Ko'zatgini bo'ladigan olam texi ko'zatgini bo'lmaydigan olamga silishtirganda daryodagi bir tomchi suvchilik bu keladi. Endi yer sharining olamdagi adresini deb bera olamsiz. Deb bera. Bu olamda insonlar yolg'iz yashamdi. Bu olam texi to'xtamay har soatiga bu olam yana 1,6 milyard kilometr ilikda kengayib ketib qolgan işte. Rasm 17 ga keladi. Rasm 17 ga. Mana ko'rsin, portlash osti. Kichik bir yerdan portlab olam mushta kengayayotganligini ko'rsatdi. Oldinma bağansır Big Bang'da cho'ng portlash deydi, inflation degan kengayayotgan degan gap, bağansır cho'ng portlamani kengayishayotgan ahvolni insonlar tushundi. Va o'ng tarafda bir rasm bor, o'ng tarafga o'tkazing. Mana bu rasm olamning mush bağansır mush soatiga 1 milyard 600 milyon kilometr ittilikda kengayib. 1 milyar soatiga jumla 1 milyar 600 milyon ittilikda ketdi. Men billion mile deydi, 1 mile degani odatda 1,6 kilometr keldi. Endi mishada men nim qilay, olamni shu Kristusni nim qilgash mishada men davomlashtay. Sabah olam haqida bir oz o'ylanib boqaylik. Biz taxminan 3 kunda oyga yetib bora olamiz hozir. Taxminan 7 oyda bizga eng yaqin planet Marsga yetib bora olamiz. Bu yerga yetib bordik. Venusga 15 oy, Yupiterga 6 yil, Saturnga 7 yil, Uranusga 8,5 yil, Plutoga 9,5 yil, Yer sharidan eng yiroq Neptunga 12 yilda yetib boramiz. Quyosh soatga 885 kilometr ittilik mangsak 19 yılda saatiga 96 kilometr ittilik mangsak 177 yılda piyoda mangsak bir olam dadi qanchalik cho'ng rasm 18 ga keladi, rasm 18 ga. Mana mushuni ko'ring, mushu hozir mana endi bu yil qatqa rasm buni olimlar fikirlarga asosan san'atlashtirgan rasmi. Bu mush olamni mushida yugan deysiz, o'tir kichik bir qizil chiroq aşı bizningki hozir kuzatalaydigan olimimiz. Olam. Mush o'tir kichik misha biz hozir kuzatgani bo'ladigan olam. Qog'ini. Machitga kelgan quyosh sistemimizga yana bir ko'rib o'tganlar va quyosh sistemi bizningki cho'ng ma'lumimiz. Ya. Bo'pti quyosh sistemini necha ko'rib ketdik amal. Mana quyosh sistemimiz bizning o'shunda turdi, mana tub biz ko'rgan bilan yana bir dafqa o'tib, biz menda bir sijoqda emas, igizpasligiga o'xshamaydi. Bo'shliqni o'lchiganda astronomlar birlikini ishlatadi. Astronomilik birlikini ishlatadi. Masalan, bir uzunlikni ishlatganda metr, kilometrni ishlatamiz. Ig'irlik ishlatganda kilogram, gramni ishlatamiz. Temperaturani bir yoqda ishlatamiz. Hamma narsani birni ishlatgandiki, bu bo'shliq degan nihoyat cho'ng. Uni kilometr ishlatsangiz hech qanday ahamiyati yo'q. Uningga ishlatilgan birlikning ismini astronomilik birlikini ishlatadi. U bo'lsa yer shari bilan quyoshning orliqi. Mush orliqni bir birlik deb ataydi. Xuddi biz 1 kilometrni bir birlik degandek. Bir birlik deb ataydi. Buning quyosh bizdan bir astronomilik yiroqlikda.
bir nur yili bolsa, adatda nur yili bolsa 60 ming astronomilik birlikka teng. 9 trilyon kilometrga teng. Bir quyosh, bir nur yili bolsa 9 trilyon kilometrga teng. Olamning diametri 96 milliard nur yili ekan. Keladi ekan. Bu texi kuzatgini bo'ladigan olam. Bütün olam kuzatgini bo'ladigan olamdan 250 gacha cho'ng deb asaydi. Amaliyotda uningdan olamning rasm 19 ga kelib qo'ying. Yo'q, bu rasm 20 katta, bu rasm 19. Şu 19. Mushu 19 mushu. Olamning bundaq cho'ng bo'lishiga sabab u uzluksiz kengayyotidir. Soatiga necha milliard kilometr kengayyapti. Uning ustiga kengayish sur'at, hatto nurning sur'atini ishtik. Nurning biz eng ishtik bu olamning kengayish sur'ati nurning ishtikmi. Nurning ishtiklikni ma'nosimi olamning uchiga, bishiga yetolmaydi. Chunki sur'atni ishtik ketib bordi. Bu kengayish taxminan 14 milliard yil atrofida davomlashyapti. Bu kengayish mushu vaqtida davomlashyapti. Mana ma'lum habayqi cho'ng portlashning o'xshamagan ko'rinishlari dastlabki kichik bir yerdan portlab, olam kengayib, mana mushundaq ketib bordi, yana davomli ketib bordi bu rasm. Rasm 20 ga kelib qo'ying. Mundaq o'ylayli. Biz hozir olamni cho'ng deb qaraymiz. Ama yirak kelgüsüde evlatlarımız, mişe midirmay olsun, evlatlarımız bu alemge qandaq qaraydiganligini kim biladi? Burun insanlar bir yerden yana bir yerge beriş shunchalik qiyin edi. At ve harvolar bilan Qashqardan G'uljiga kelishga necha 10 kun ketatdigan. Hoji bo'lib kelishga bir oydan uzun vaqt ketatdigan. Columbus 1492 yılı Amerika'ya dastlabki qadamda kelganda 71 kun ketib ketgan. O vaqtlarda yer shar nocha cho'ng bilinadi. Bugun kunda yer shar uncha cho'ng bilinmaydigan bo'ldi. Siz bir necha minut, bir necha soat, eng nachar ahvolda bir necha kunda yer sharning bir yerdan yana bir yerga bora olasiz, yeta olasiz. Kim bilir kelgüsüde belkim biz nur tezlikte sayohat qılalaydigan bir narsani qilishimiz mumkin. Belkim biz hatta teleportation kisbi, yani ma ikki rasmda hozir buni tadqiq qilyapti. Masalan, birinchisi teleportation deydi. Masalan, iliq kinolarda ko'rsiz, manda oldingizga birini qo'yiblar, masalan, Pidayına, yeniq Ahmet'ine yeniq berip kelay desem, mındaq ursanı bir sekundlik sizin yeniğiniz barmı? Şu boğunu bulamdı. Mesela televizorlarda o dünyadaki hemmin ersini bu yakı birden ekilmez, nimişki adamın apağını bulmaydı. O doğruluk, naait, kızkarlık ilimden tetkikatlar ihtibardı. O bu basa mana sol taraftaki teleportation da ataydı, şindeydi. Muşunda hıpkatlar xaqlaşını yarışlarına vaqta aylağı berip basak mı? Ben bir meydimiz, bir naqisaklı bir yerim sekundda ayın üstüge çıkıp gitemez dep. Bu tadqiq qilishmi naait ilgiri şundaq qarlıq ketip bakan tadqiqat. İkincisi, mana wormhole, furut yolu edeydi. Mesela bir burun tağladı, mesela Qashqardan G'uljiga bağışı muşunda ayınlıp manattık. Hazır tağınımında teşte Qashqarga birden de bardıgan boldu. Doğru, şunun o'xshash bu olimlar hozir buning iniq bo'ldi. Bu bo'shliqda mushta wormhole degan hol bor ekanda, bu shunda uzun yo'lni qisqa qilib yetadi. Agar bu yo'lni topsak, hozir oyga 3 kunda emas, mushunda oyni o'tirga mushta qisqa yo'lni topsak, aqcham bir necha soatli berib bo'lmas deydi. Shuning bir necha soatli berib bo'lmas deydi. Mushu yo'l borligi nazariy jihatdan isbotlandi, mushu yo'lni izlayapti. Mushu yo'lni izlayapti, kelgusida bo'lgan biz. Eğer biz muşundaq texnikalar bar bolsa, eğer bizde muşundaq texnikalar bar bolsa, undaqda alem rastınla yana şunçla çoğun görünemdi. Eğer bir besip ötüşke tegishlik yirak arlıqni texmi asan amalga oshira olsak, eğer kelgusidagi kishilar ömrünü yanımı uzatışının usulunu tapa olsa, alem çoğum texmi kichiklashga boshlaydi.
odamlar umrini uzitish bu hozir nihoyatda amaliy bosqichga o'tib ketdik. Masalan, bizni odam nima desam, hujayra odamlar. Bir yerga yasha og'irimiz deganimiz o'sha badanimizga ma'lum hujayralar zaxmlandi degan gap. Lekin bir insonning badanidagi hujayrani mushtaq orqan qilib bag'ilsak, yer sharidan nima quyoshni necha piqirab yetadi. Shunchalar hujayraning ichidan og'irgan hujayrani topmoq nihoyat tozda, lekin hozir tadqiq qilib, bunda 1 million orliqqa tushadi, qisqa orliqqa tushadi. Ashta tadqiqqa kim topolsa, masalan, og'irsak, bizning badanimizga qayerga hujayra zaxmlangan bo'lsa, uni ilitlar yangi bir hujayrani deb qo'ysa, yashaverdi. Vaqt odamlar 1000 yil, 2000 yil yashab ketishi mumkin, agar bir o'q tegib bir mashina vaqasi o'lmasa. Nurg'un olimlar agar mushto'g'irliq tafsili onlayn deydiganlar bo'lsa, men so'zlab beraman. Nurg'un olimlar bizning koinot faqat 13,8 milliard yil yoshga kirdi deb qaraydi. Lekin intayin aniq isbotlanmaguncha bu faqat bir aniqsiz faraz. Ba'zida biz hatto yer sharidagi jismlarning alohida yishnimi jazmanlashtirolmaydi. Olam bo'shliqdan gapishi asli qiyin. Olam cheklik yoki cheksiz bo'lishi mumkin. Bu bizning konuşimiz bilan munosabatli. Agar biz qanchalik turg'un yulduz va sayyoralar borligi hamda ularga yetib boradigan orliq va olamning kengayotganligini tahlil qilsak, olam cho'qim cheksiz ko'rinadi. Nurg'un olamshunoslar olamning takishi ekanligini, olamni bunda takishi mundaq deb hisoblaydi va mangu kengayishi mumkinligiga qo'shiladi. Olamning takishi ekanligiga va mangu kengayish mumkinligiga qo'shiladi. Yana ba'zilar koinotning hamon bir kuni oxirlashadiganligini o'ttirga qo'ydi. Balkim logika eng uygun kelgan javob shuki, barliq turg'un yulduzlar umrining oxirgi nuqtasiga yetganda olam nurning oxirlashiga ergishib oxirlashidi va hamda narsa qorong'u bo'ldi. Turg'un yulduz degan nur chiqargan yulduzlar. Agar oxirimiz yulduzlar jab ularning ichi kunma bir kun nuri tugaydi, itilib, hammasi yo'q bo'lganda olam qop qorong'u bo'ladi, olam tugaydi deb bir xil. Agar bir dehqon savoldan bir so'rayman, men Big Bang alaqadar bo'lishi mumkin. Bu olimning kengayishi. To'xtab turing, men 1 sekund bering, 1 sekund vaqt bering. Okay. Haqiqatan o'zimizni katta chog'laymiz. Bir insonligimiz yetishmaymaskin da'vatni olib. Savolim shu. So'ranglar. Yani bu verdeki bu Big Bang'dan partlaş arkalı meydana gelgen bu dünya şu destekki özünün çekirdeki yakı şu uruqı değil, yakı destekki küçük aldı. Şu küçük aldıdan kış aldı yoğun adamdı. Ve yakı bu adamın sırtındaki bir nerse ulanı şurap özük tahtırtamdı. Ya aşınından partlaşını yoğunap ketip bardı. Azıqı nazariya bo'yicha. Aşınından partlap bir atqandan keyin iliq masalan bir yer biz bombani bir atsan bumliq chiqib ketadi-ku. Iliq to'pchanglar. Aşı bir partlash texi davomlash masalan atom bombani atsangiz, mush osmonga iliq chiqib necha kun mushtaq kengayib ketadi-ku. Shuningga o'xshash u ashunda portlalganda hozircha kengayib ketib bordi-da. Endi oldinda eng oxiri men tuvanda so'zlayman bu to'g'ri, ha? Mush oxiri hozircha. Agar hayot qilishning boshqa vositalari bo'lsa, olam buninglik bilan oxirlashmasligi mumkin. Ba'zida olamning kengayishiga ergishib so'g'ish boshlaydi. Odamlar kengayaverganki, olamga issiqlik qolmaydi, quyoshlar qolmaydi, issiqlik qolmaydi. Hayot mushu sababdan mavjud bo'lmaydi deb qaraydi. Bu nazariyani cho'ng to'nglash, big freeze deb ataydi. Rasm 21ga aytilgan.
Mana bu resimni ko'rsanglar, mana oxiri butun narsa to'nglatmışda yo'qaydi deydi. Bu nazariyasini hozirda bu tadqiq qilib ketib qolgan nazariyalar bu nazariyalar hammasi. Buni cho'ng to'nglash, bu mening tarjimam inglizcha big phrase deydi ataydi. Yana bir moda senariya bo'lsa, olam kengishini oxiri to'xtatib, bu sizning abayatda savolingizga yaqin. Keyniga qaytadi. Bu partlab hamma cho'ng to'zonlar osmonga chiqqan eng oxir bir yerga tushidi-ku. To'g'rimi? Yerga inib tushidi. Shuning o'xshash bu partlash oldi shunda partlab ketib bordi. Keyniga qaytib, oxiri hamma narsa yakka g'alita nuqtaga qaytadi. Rasm 22 ga qiling. Yo'q, rasm mana machitga rasm machitga. Mana qarang. Bu rasmni biz buni rasmni tuvandan yuqori qarab ko'rmasa, eng yuqori portlab hozir bizningki mush kengayib ketgan olam deb ko'ring yuqorini. Endi oxiri bu tushgandikan tuvanga tushdi, tuvan eng oxiri yana iliq bir kichik bir taslatda portlagan nuqtaga aylandi deydi. Yakka g'alita nuqta qaytdi. Buni olimlar İngilizce'de big crunch deydi, çoğun yığılış deb ataydı. Ondan yana bir partlaş bulup, yana bir alem payda buldu deydi. Çoğun partlaşını, şunun için bizden burun muşta alemde nurgun, alem boğan, ketken deb ilim fen sahasında manda qaraydı. Ahire biz hazır kengip ketip barımız, kengip en ahire hemme bizni kengaytıdığan, iştirgan, partlaş kuşu kamdıgan diken, hemmeye tep doğan diken, Xudaylik çang tozanlar tushganda ostda tushib yiliq bir joyga tushdi, yiliq bir nuqtaga aylandi deydi. Ya bu rasmning o'ng tarafi yuqorida. Bu rasmningki tarafidagini, yan bir tarafidagini ekilanga. Ya apa chiqargan taraf bu emas, apa. Mana bu sol tarafki cho'ng ovoz bilan bir nuqtaga yig'ilishdiki jarayonlik. Ma abay tuzilgan yuqorida manda tushyapti-ku. Chunki bu jarayon eng oxir bir yerga yig'ilgan intayin qattiq kuchlar bilan yig'ilgan. Xuddi birini osiga pokka tushganda mushundaq oxiri mushundaq yig'ilib bir nuqtaga yana yiliqida bu olam bir tarixchilik bir nuqtaga yig'ildi. Yig'ilgandan yana portlab, yana bir olam paydo bo'ldi deydi. G'ay olimlar bizning bu faqat bir olam, mushundaq olamdan nurg'uni bor deb faraz qilgan nazariya bor, chunki bu nazariya to'g'riliq amaliy isbot yo'q. Chunki biz bu olamdan yana bir olamni ko'rolmaymiz. Olamning oyoqlashidagi yana bir nazariya bo'lsa, cho'ng yetilib ketish. Buni inglizchada big rip deydi deb ataydi. Bu nazariyaning ko'rsatuvchi qorong'u energiya, biz hozir ko'rolmayotgan qorong'u energiya tortish kuchini shundoq bo'lib ketganda hamma narsani parcha yitib tashlaydi deydi. Bu olamda hech nima qo'yash uchun butun nimani parcha tashlaydi deydi. Bu bir xil nazariya. Buni rasm 23 ga qiling. Mana mushu bo'lsa, bu masalan bir narsniki yitib ketilib qolgan jarayoni. Uning machitiga bir rasmni qiling. Müştetiga bir rasm. Mush eng oxirgi. Mana mush eng oxiri mushda tat yitib deydi. Endi olimlar koinot butun bizning olamni bir tüp deb ko'rdi. Lekin bu olimlar buningga ishonmaydi. Masalan, yer sharida uyingizdan chiqsangiz, qala bir tüp bizning. Lekin siz oyga chiqib qarasangiz, bir topning tepida, bir jirafdan qarasangiz, yer shar degan bir top, bunda bir topni ko'ramiz. Shuningcha olam cho'ng, shunga bizga tüp ko'rindi. Agar biz yana bir koinotni ko'rsak, olam tüp emas, aqchan mita top ya agir to'qay birning bo'lishi mumkin deb olimlar qildi. Endi oxirda tutgan vaqtida men endi biz qanchalik harakat ketib qolganimizni abayq bir deb beray. Birinchi yer shari biz o'ttirma chiqimiz. Bidayevka soatiga yer shari pekrati o'zining o'qinimishda soatiga 1670 kilometr ishchilikda mushta pekrab ketib boramiz bir yerga. Undan boshqa yer shari quyosh sistemini 107.200 kilometr ishchilikda ketib bordi. Mandaq pekravatimiz, uningki mandaq pekravatimiz. Undan bizning quyosh sistem samon yo'lini soatiga
828 ming kilometr ishtiqlikda ketib bormiz. Biz o bir ishtiqlikning ichida. O Samay yo'li. Bizning Samay yo'lini qatib turgan bunda bir great attractor degan yana bir kuch bor. Qora o'nkir deb tursangiz bo'ldi hozircha. Samay yo'li uni soatiga 3,5 million kilometr ishtiqlikda piqiryapti. Bundan keyin, bizning mavu koinot her yılıga 32 milyar kilometr işçilikte kengayıp. İşimiz müşahede cimcit mında otlagan bile moşinçiler hareketinin içinde otturdu. Bunu moşilarını sildep bakın. Eğer bir kudretli kuş tamponu salmasa nime tamponu salamaydı. Benim şunun bile bugünkü sözleydiğin likliye varsa kinki likliyelerde inçiklep kirimiz. Koyaç sistemler hem sistem kirimiz, saman yolları kirimiz, saman yolunun işçilerdeki Yıldızlar sistemki acayip resimler, acayip kızıkarlık bir nesler var. Ulanın işçilik nezariyelerini. Endi ben sözlep koyuvatım ya bunu mu? Uygurlarımı, muşlarımı anca munca hem adam bu sahne teknik yetişemeydi. Şuna aşkı muşlar olsa Uygurlarımı məlum muştiyatiki anca munca düşünceler bopkası mı onu yaxşı, biraz paydılık deyip muşalıklığını teyyalıdım. Birincisi bu bak. Kudayım bursa bu mu bir neticeye berişi mümkün. Şununla vaqt qirib. Şunun bilan meni bugungi so'zim tugdi. Ko'p rahmat. Yaxshi bo'ldi. Ba'zan qarindoshlar xush bo'lganligini bildiribdi inkaslarda. Vaqt farqi o'zgarganlik tufaylidan bizning Avropa vaqtida biraz keyin qoldik. Bir soat keyin tartilgan edi. Aldım başlanışta bazı texnik xatolik yoki qaşılı tufayli yana uzrab qoldi. Bir ishtimni qayta boshqalanish yo'slar. Naq maydonni ko'rish ehtimoli bo'lgan qarindoshlarimizdan ba'zilarini mahrum qoldi. Aytib qolgan. Ko'p ajr qilibsiz, Alloh razı olsun. Bizlarga kichik vaqtlarimizda ota-bobolarimizning oldida, o'choqning oldida sunğaç halaqa neyimiz, issiq müşk o'xshash ota-onalarimizniki og'zidan xalq cho'chaklarni anglaydiqda yog'och otqin büyük olg'aptikin şerdim maşaga berib ko'zini yumib ochqish falan aytibdikin deydigan odamning tasavvurlarini g'idiqlaydigan halaqa uflisa yoki shirin tush ko'rsa cheksizlik kelib chiqadigan odamni shundoq bir nimalarni beradi-da bizga ta'lim bir havo beradi. Endi biz cho'ng'an sira biz bolalarimiz bilan bizning cho'ng'an vaqtlarimizda hozirgi bolalarning orasidagi farqlar maydon kelib ketdi. Burun osmonda bizlar uchar qush keldi kallamizga sumurug' keladi misoli. Endi hozir tumun uchirib aeroplan bilan Aysharaga boshqa planetlarga ketyapmiz. Yani demek ki bizni tasavvur qildirib o'tgan dunyoning ba'zan alaydiliklerini bugun yashayapmizda. Belki bugungi bolalarni tasavvur qildiradigan dunyoda belki ertaga shu dunyoninki ma'lum qismida kelgusidagi avlodlar yashashi mumkin. Mumkin o odamlar masalan bir yerda masalan biz bir yulduz yer sharidan 2 milliard nur yili yiroqlikda deymiz-ku. O nur demek aşı bizning bugun ko'rgan shu yulduzimiz 2 milliard yil burun kadar o nur endi yetib kelgan. Bir nur. Shuning uchun u bormi yo'qmi uqmaysiz. Vallahi qachon simirib qora o'nkir akir ketganda bugun ko'rgan yulduzlarimiz 2 milyar nur yili yiroqlikda 13 milyar nur yili yiroqlikda deganimiz shu 13 million yil burun ashadan safarga chiqqan nur bizning ko'zimizga endi yetdi. Şu biz ko'rgan aşı narsa 13 milyar yıl burungi yulduz. Hozir bormi yo'qmi uqmaysiz. Bir nimani qachon ko'rsa, ashning nuri sizga yetganini ko'rasiz. Biz aytgan quyoshning nuri 8 minutdan 9 minut keldi. Demak, biz ko'rganimiz 8 minut 9 minut burungi quyosh. Endi odamlar yana bir hayron qoldigani masalan go'yoqda ma yulduzning orlig'i masalan ikki yulduzning orlig'i 100 milyon nur yili keldi desak,
bir kildo deyli, biz közümüzde mandaq qarab 200 milyon nur yıldızına aralığını bak közümüz birden minip oldu. Bu nemi sebep? Bu yer qandaq sırlı kuş var. Bularni hamiz tadqiq qilyapti, cevap yo'q. Bularni tadqiq qilyapti, cevap yo'q narsalar bular. An mushundaq narsalar nayti ko'p qiziqarli. Ben özüm ilim fen sahasiga doirmiş bo'layotgan qiziqarli narsalar kitoblarni o'qib ko'raman. Şuna müştaq narsalar, masalan, burun 1001 kechining hikoyani, yo 1001 kechining hikoyani kichik vaqtim shunda anglatdim. Amerikaga kelsam, uning ingliz kitob qo'liqqa boshdan o'qib chiqdim. Uningda iliq bir jodugarlar bor, bundoq bir aynakni qarasa, 6 oy yiroqdagi odamlarni ko'ra oladi deydilar. Hozir 6 oy degan nima bor? Jahannam nimasi? Jahannayniga deydilar, hamma narsa hozir Jahannam deb qo'yatdiq, nima Elakta yağış atga itip 1001 kechin uçat deylik, uçar gilemler battı. Ular hemmesi bana alır nim bu ket. Oldu ufkamisi. Başka var inşaat bolsun. Köp rahmet. İtiramı belgin olsun. Ötkende bir Türk'ten bir videosu da alem kançılık çoğun diyen bir küçük bir video yasaptıkken şunda noçken. Uygurca tercüme kıldığı çıkıp kalardı inşallah. Çıkıp kat oldu bunu. Bular gülüp bu iş geldi. Bu elakta alemni qanchalik tadqiq qilsangiz, sizning ko'zingiz, doirangiz shunchalik kengaydi. Bir masalaga keng doira qaraydigan bu Albert Einsteinning gapi bu, olamni qanchalik kuzatsang, sening bir dunyoga bo'lgan nazaring shunchalik keng bo'ladi deydi. Bu nayt muhim Uyg'urlar uyib qo'ysimi, nurg'un masalalarni analiz qilishdimi, bir masalalarni tushunishdimi? Albatta diniy masalalarni tushunishdim shundacha vaqt bor. Hozir Uyg'urlarlik WhatsApp guruhlari kirsangiz, Isroil bilan Falastinninki urushini muzokara qilib, Uyg'urlar Isroil va Falastinliklardan betar yerib ketib bordi-ku uningda. Bunday narsalarni ko'rib qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi fikrimiz, inshaalloh oyoqlashdikmi? Ma'qul. İnşallah bu dakikadan programda fursatda ko'rishamiz. Aman bo'lamiz. Muhterem qarindoshlar, bugün program bu kadar bo'ldi. Biz kichik vaqtlarimizda Samarqandga kelib olib, bizden cho'nglarning dunyoda bo'layotgan paranglar yoki siyosiy yoki urush xarakterdagi voqea hodislarni mulohaza qilishlari, yeyishlari, tushuntirishlari qarab, yo bu ajib aqlli odamlar ekan va hammani bildigan odamlar ekan. Ana shunda bildigan turib, nima deb bu mantiqlarga qulub qolgan bo'g'iydi deb sirtga chiqib o'zaro talash tortish qilyapti-da. Ana shunday qilib cho'ng oldi qildi biz. Bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, Facebook, WhatsApp to'plarida gudugudon qilib dunyoning butun yeshimlarini, tugullarini hammasini yeshib boramiz yana. Balkim bizning keyingi avlodlar yoki hozirgi kichik aqlni yangitab batgan kichik avlodlarimiz bizning bu Facebook va WhatsAppdagi hammani biladigan aqlli holatimizni qarab turib, ularni balkim o'zaro suhbatlarida bu kadar aqlli bir millat qanday bo'lib bu mantiqlarga qulub qolgandi deganni talash tortish qilayotgandi deb o'ylab qolaman. Bugungi leksiya shu buruqtirumliqning ichida o'zimizda reallikdan ep qochib, davomli tomoshabin holatda, hatto o'zimizning rol oldiga yerdimi başkalardan temel kılıp yaşaydıgan hususiyetimiz, alaylıklarımız, karakterimizni yanılaydıgan, yanıcı bir yol içip taşlaydıganға, turbatqa yerimizin gafletini uygundağanға bir timini almıştırıp, alemnin qançılıkıga bir nazar salgan bolduk. Özümüzden ne kadar kiçik alemnin aldıda, hatta jınının uçukçilik mi kemmediğen bir halatımız göz aldığımız keldi. Bizde malman kılıp bağlan dünyanınki varan çurunlardan hakikatinin selkinige, nuruğa yeddeklep çıkıdığan akıl tefekkürlerimizle işqi silip öz karındaşlar kıymetimizne, hayatının kıymetine qaytadan oyunu bilaleydiğen, biz üçün bugün gündükte hemmetin muhim boğan ana vatanının müstakilliğini birinci orun koyduğun bir fikirge ortak birlik kildiğen ve bu yolda bedel tüleyelediğinlerden bolaşka terişallah görüşünüzü tavsiye kıldı üzere.
Yana bir qatimli programda görüşeceğiz. Sizlarni Cenab-ı Allah topshirdi. Aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.